Assalomu alaykum, hurmatli Apply Academy o'quv markazining YouTube platformasidagi kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan kundalik hayotda va ish jarayonida kerak bo'ladigan kompyuter bilimlarining eng asosiylarini tez fursatda o'rganib olish haqida sizlarga ajoyib video darslik tayyorladik va bugungi video darsligimiz orqali sizlarga kompyuterni yoqishdan o'chirishgacha bo'lgan oraliqda bilishimiz kerak bo'lgan eng sara bilimlarni sodda qilib amaliyot tarzida ko'rsatib o'rgatib ketmoqchiman. Dastavval kompyuterimiz yoqib olganimizdan so'ng bizda mana shunday ekran paydo bo'ladi. Bu ekranimizning nomi рабочий stol deyiladi. Ishchi stoli o'zbek tilida va ingliz tilida desktop oynasi ham deyiladi. Xo'p, kompyuterning asosiy qismlari haqida to'xtalib o'tilmaymiz, chunki kompyuterning asosiy qismlari haqida alohida video darslik tayyorlaganmiz. U yerda kompyuterlarning qismlarini ko'rinishi, ularning vazifalari, xarakteristikalari hammasi va case ichida u qanaqa joylashadi, qaysi qismga ulanadi, hammasi haqida alohida batafsil maydalab video darslik tayyorlaganmiz. Ushbu video darslikni ham albatta bizning platformalarimizda ko'rib kuzatishingiz mumkin. Bugun biz sizlarni shu kompyuterni yoqishdan to o'chirishgacha bo'lgan asosiy bilimlarni o'rganish bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, kompyuterimizni yoqib oldik. Xo'p, birinchi navbatda nimani bilishimiz kerak? Bilamizki, biz ko'proq o'zbek tilida matnlar ishlaymiz va kompyuterni yoqib olganimizda dasturimiz interfeysi asosan rus tilida bo'ladi. Rus tilida bo'lgandan keyin klaviaturamiz avtomatik o'zi rus tilini tanlab turgan bo'ladi. Biz hujjatlarda, matnlarda va qilayotgan ishimizda odatda lotin tilida yozamiz. Ya'ni kompyuterni yoqib olganimizdan birinchi qiladigan ishimiz Alt Shift tugmasi bilan klaviaturani tilini ingliz tiliga o'zgartirib qo'yaman. Ya'ni men lotin tilida yozaman, shuning uchun ingliz tiliga o'zgartirib qo'yaman. Alt Shift. Xo'p, dastavval keling sizlar bilan klaviatura o'zi nima, shu bo'yicha gaplashsak. Xo'p, klaviaturamiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Deyarli hammada bir xil. Xo'p, bu yerda hozir men tilni almashtirish uchun, klaviatura tilini almashtirish uchun, ya'ni bu yerda turgan tilni almashtirish uchun Alt Shift tugmasini bosib o'tdim. Altni bosib turgan holatda keyin Shiftni bosib qo'yib yuborsam, tilim o'zgaradi ekan. Xo'p, klaviatura bilan bir marta tanishtirib o'tib ketaman. Klaviaturamizda mana harflar joylashgan bo'ladi. Sonlar, raqamlar, bu tomonda ham alohida raqamlar bo'limi bor. Tepada Flar qatori F1, F2, F9 bularni har bitta tugmaning o'ziga tegishli vazifalari bor. Bularni hozir dars davomida barchasi bilan ko'rib tanishib o'tib ketamiz. Xo'p, Escape tugmamiz, Top Tab, Caps Lock, Shift, Ctrl, Fn, Push tugmamiz juda ko'p ishlatamiz, eslab qolamiz. Ctrl, Push tugmasi, Alt, Shift tugmasi. Bularni juda ko'p ishlatamiz, shuning uchun eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Probel tugmasi. Hop, Alt yana bu yerda bor ekan, Shift, Ctrl, Push, Enter. Buni ham ko'p ishlatamiz, eslab qolamiz, Enter va yozgan matnimizni o'chirish uchun bu yerda Backspace tugmasi bor. O'chirish uchun, yozilgan matnni o'chirish uchun xizmat qiladi. Hop, raqamlar bo'limi bor. Endi bu raqamlar bo'limini ham bir necha vazifalari bor. Birinchi navbatda agar ingliz tilida turadigan bo'lsak, bossak bir raqamini yozadi, ikki raqamini yozadi. Agar Shift bilan qo'shib buni bossak, undov belgisini yozadi ekan. Hozir buni men ish jarayonida yana bir ko'rsatib o'tib ketaman. Enter asosan kirish vazifasini bajaradi. Xo'p, F lar qatorini ham o'ziga yarasha vazifalari bor. Ya'ni F2 tugmasini nazarda olaylik. F2 tugmasining birinchi ishi tanlangan fayl nomini o'zgartirib beradi. O'zgartirish bo'limini ochib beradi. Uni ham amaliyotda ko'rsatib beraman. Ikkinchi vazifasi esa ovozni pasaytirish. Ovozni musiqa eshitayotgan bo'lsak, balandlik qilyaptimi? Fn bilan F2 ni bossak, ovozni pasaytirib beradi. Fayl nomini o'zgartirish uchun esa F2 ni o'zini bosishimiz kifoya. Agar F2 biz aytgan narsani qilmayaptimi, Fn bilan qo'shib ishlatamiz. Bunga ovozni pasaytir deyapman. Ovozni pasaytirmayaptimi, fayl nomini o'zgartirishni ochyaptimi, Fn bilan qo'shib ishlataman. Bularni ham amaliyotlarda ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, qolganlari alfabet bo'yicha raqamlar, bularni ham bir necha vazifalar bor, hammasini ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda insert, home and delete tugmalari bor. Delete tugmasini ko'proq ishlatamiz. Tanlangan matn yoki faylni o'chirish. Delete. O'chirishda ham usullari bor, uni ham ko'rsatib beraman. Keyin bu tomonda alohida raqamlar bo'limi yana bor bizda.
Bu raqamlar bo'li ayniqsa Excel jadvalda ishlaganimizda qulayroq hisoblanadi. Chunki bu yerda mana ko'rib turibmiz, bo'luv, ko'paytiruv, ayiruv, qo'shuv belgilari tayyor holatda turibdi. Lekin bu yerda shift bilan ishlatishimiz mumkin. Misol uchun ko'paytiruv amalini bosish uchun shift bilan 8 ni bosishim kerak bo'ladi. Lekin bu yerda yo'lishchani o'zi tayyor turibdi. Excelda juda qulay. Sonlar bu yerda matematik ifodalar hammasi joylashgan bo'ladi. Excelda ayniqsa ish beradi bu. Xo'p, bu tugmalar ba'zida ishlaydi, ba'zida ishlamaydi. Ishlamagan holati bo'lsa, agar sizda bosyapsiz, ishlamayapti, demak sizda numlock o'chib turgan holatda bo'ladi. Agar mana shu bo'limdagi raqamlar yoki bu belgilar ishlamayapti, ularni numlockka bir marta bosib qo'yamiz. Bu tugmalar yana o'z vazifasini bajarishda davom etadi. Xo'p, bizni strelkalarimiz boshqaruv tugmalari desak ham bo'ladi. O'ngga, chapga, tepaga, pastga tugmalarni buni ham Word dasturlarida yoki fayllarni orasida tanlashda juda foydali hisoblanadi. Delete tugmasini esimizdan chiqarmaymiz. Print screen bor, screenshot olishda buni har ko'rsatib beraman. Xo'p, F'lar bo'yicha gaplashdik. Tab tugmasini ham vazifalarini ko'ramiz amaliyotlarida. Xo'p, qolgan tugmalarni endi sekin-astalik bilan darslar davomida ko'rib, tushunib ketaveramiz. Push tugmasi yoki Windows tugmasi ham deyman, shuning uchun eslab qolamiz. Xo'p, bo'ldi. Klaviatura bilan qisqacha tanishib oldik. Endi darsni boshlaymiz. Xo'p, klaviatura tilini o'zgartirish aytdik, Alt Shift tugmasi orqali bo'ladi ekan. Rus tiliga o'tdi, mana Alt Shift ingliz tiliga o'tdi. Agar klaviaturada o'xshata olmayotgan bo'lsak, mana shu joyga kelib shunchani chap tugmasi bilan bir marta bossam, menga tillar bo'limi ochiladi. Xohlagan tilimni tanlab qo'yishim mumkin bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Demak, biz klaviatura tili dastlabki amaliyotni bajarishimiz mumkin bo'lgan klaviatura tilini o'zgartirishni o'rganib oldik. Keyingi masala internet masalasi. Wi-Fi, ya'ni kompyuterimiz albatta internetda tarmoqqa ulangan bo'ladi. Endi odatda ko'pchilik kompyuterlar Wi-Fi orqali ishlanadi. Kompyuterga Wi-Fi ga qanaqa ulanamiz? Ya'ni kompyuterlar Wi-Fi ga qanaqa ulanamiz? Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p. Рабочий stolda pastki qismida, o'ng tomon pastki qismida bizda Wi-Fi belgisi turgan bo'ladi. Hozirgi holatda menda Wi-Fi ulanib turibdi. Sizlarda ulanmagan bo'lsa boshqacha belgi chiqib turadi. Hozir ko'rsataman mana. Dastlabki Wi-Fi ga ulanmagan holati shunaqa belgi bo'ladi. Globus deb turadi o'zi. Globusdan ustiga sichqonchani chap tugmasi bilan bir marta bosaman. Menda shunaqa o'yin ochiladi. Alohida Wi-Fi bo'limi bor ekan. Dastlab Wi-Fi ni yoqib olaman va mana shu strelka ustiga bosaman. Wi-Fi ni yoqaman va mendagi mavjud Wi-Fi lar chiqadi. Xo'p, men ulanishim kerak bo'lgan Wi-Fi hozirda Audit 2.5 ustiga bosaman, podключиться bosaman. Agar buni bosib qo'ysak, keyingi safar o'zi avtomatik tarzda ulanib ketaveradi. Xo'p, keyingi safar doim ulanib ketaversin va podключиться bosaman. Sizlarda parol so'raydi. Hozir menda parol yo'q edi. Sizlarda parol so'raydi. Kerakli parolni kiritib yuborasizlar. Wi-Fi ga ulanib oladi. Xo'p, parol so'rash ehtimolni ham ko'rib chiqamiz. Misol uchun, coworking ulanib ko'ramiz mana. Coworkingni uladik, mana parol so'radi bizda. Men parolni oldindan bilaman, chunki menga tegishli Wi-Fi, parolni ham yaxshi bilishim kerak bo'ladi. Xo'p, ketdi. E'tibor beramiz, shunaqa holatda bizdagi caps lock tugmasi yonib qolishi kerak emas. Yonib qolishi kerak emas. Agar caps lock tugmasi yonib qolgan bo'lsa, nima bo'ladi? Xo'p. Parollarni teraman. Menda hammasi kichkina harfda bo'lishi kerak. Qarasam, kichkina harfda yozilgan ekan. Endi caps lock yonib qolgan bo'lsa nima bo'ladi? Xo'p, caps lock yoqib qo'ydik va ko'rdim katta harflarda. Bu parolni menga o'tkazmaydi, chunki parollari kichkina harfda edi. Shuning uchun caps lock oldin yonib qolmaganmi, yoniq emasmi tekshirib olamiz. Shundan so'ng keyin yozib olamiz. Xo'p. Parollarni kiritaman va oxirida ishonch hosil qilish uchun sichqonchani chap tugmasi bilan mana shu ko'zchani ustiga bir marta bosib qo'ysak, parolimizni ko'rsatib beradi va delete tugmasini bosaman. Men hozirgi holatda Wi-Fi ga ulanib oldim mana. Faqat uzoqroqda bo'lganligi uchun mana Wi-Fi to'lqinlarni kam bittasi ko'rsatmayapti. O'ynayapti, to'lib, kamayib, to'lib, kamayib. Siz ham agar uzoqdagi Wi-Fi ga ulanib qolgan bo'lsangiz, mana shundagi belgilar to'laqonli bo'lmaydi. Hop, coworking 5 menga kerak emas. Hozir oldida Audit 2.5. Xo'p, bo'ldi mana aziz do'stlar, sizlar bilan Wi-Fi ga ulanib olishni ham ko'rib chiqdik. Keyingi navbat рабочий stol haqida gaplashib olamiz. Рабочий stolda nimalar bo'ladi? Xo'p, рабочий stolda bizda dastavval этот kompyuter oynasi bo'lishi va korзина fayli bo'lishi tavsiya qilinadi. Qolgan fayllarni yoki dasturlarni рабочий stolda ko'rinib turishi yoki ko'rinmasligi o'zimiz ixtiyorimizda. Tavsiya qilib qolamiz, рабочий stolda to'ldirib tashlamaslikni, chunki agar рабочий stolimiz to'lib qolsa, kompyuterimizda
qanaqadir qaysidir funksiyasi yaxshi ishlamay qolishligi mumkin. Shuning uchun rabочий stolni to'ldirib, betartib qilib tashlamaymiz. Hozirgi holatda menga Etad kompyuter oynasi rabочий stolda kerak. Xo'p, Etad kompyuterga kirib ko'rsam, rabочий stoldagi turgan qaysidir fayl, hujjat, papka yoki dasturga kirishim uchun sichqonchaning chap tomon tugmasini 2 marta bosaman. Mana. Chap tomon tugmasini 2 marta bosaman, menga Etad kompyuter oynasini ochib berdi. Xo'p, Etad kompyuter oynasida nimalar bor? Etad kompyuter oynasida dastavval bizning kompyuterimizning xotiralarini, ya'ni disklarini ko'rsatib beradi. Hozir holatda bizda C disk, E disk va G disklarimiz mavjud ekan. Xo'p, keyin bu bo'limlar kompyuterimizning rabочий stoli. O'z nomi bilan rabочий stolda nima ko'rinib turadigan bo'lsa, bu tomonda ham xuddi shunaqa ko'rinib turadi. Загрузки bo'limi, agar biz internetdan nimadir yuklamoqchi bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri bu загрузки bo'limiga tushadi. Agar o'zimiz boshqa tomonni belgilab saqlanib qilmasak. Hop, dokument bo'limi bu joyga o'zidan o'zi hech nima saqlanib qolmaydi. Buning uchun biz saqlash jarayonida oldin dokument bo'limini tanlab, keyin hujjatlarimiz yoki fayllarimizni mana shu bo'limga alohida saqlab ketsak bo'ladi. Hop, изображение. Bu bo'limda asosan kompyuterdan qilingan skrinshotlar rasmi tushib yig'ilib keladi va sinimka ekranda hamma skrinshotlar saqlanib turgan bo'ladi. Muzika bo'limida ham to'g'ridan-to'g'ri hech nima tushmaydi. O'zimiz agar qo'lda tanlab mana shu bo'limga ma'lumotlar saqlamasak, qolgan bo'limlar ham xuddi shunaqa. Bu yerdan Etad kompyuter oynasiga o'tib olishimiz mumkin. Lokalniy disk C, mana shu C diskimizda bizning kompyuterimizni Windows operatsion tizimi, barcha ishlayotgan dasturlar, eng muhim dasturlar mana shu C diskda yozilgan bo'linadi. Xo'p, bo'ldi. Bu fayl menejer oynasi ham beradi. Bu yerda ayniqsa ma'lumotlar saqlashda, Wordda ishlaymizmi, Excel'da ishlaymizmi, fayl saqlayapmizmi, mana shu bo'lim bizga ochiladi. Mana shu bo'limni yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Agar siz qayerdandir bir ma'lumot, misol uchun internetdan ma'lumot yuklab oldingiz, kompyuter ochib beradi, qayerga saqlaysan deydi. Xohlasangiz rabочий stolga, xohlasangiz загрузкиga, xohlasangiz dokumentga, xohlasangiz videoga, xohlasangiz muzikaga. Bu C diskka tavsiya qilmaymiz. Bu yerlarda alohida rasm, papkalar ochib saqlanib qilishni, chunki bu yerda asosan dasturlar, Windows operatsion tizimlari turadi bu yerda. Va agar biz Word, Excel, PowerPoint, Office dasturlari ham C diskga tushadi. Boshqa ma'lumotlarimiz, misol uchun Telegramdan kelgan ma'lumotlar, Wordda yaratgan hujjatlarimiz, internetga yuklab olgan fayllarimiz hammasini bu bo'limlarga o'zimiz qo'lda saqlab borishimiz mumkin. Xo'p. Bular haqida ham yana batafsil gaplashamiz. Xo'p, Etad kompyuter bo'limida yana nimalarni ko'rib olsak bo'ladi. Etad kompyuter bo'limida mana shu 3 ta nuqtaga bosib, svoytstvani ochib olsak bo'ladi. Xo'p, svoytstvo bo'limida birinchi navbatda bizning kompyuterimizning xarakteristikasi chiqadi. Qisman, misol uchun protsessor haqida ma'lumot chiqadi. Xo'p, operativniy pamyat haqida, ya'ni operativlar haqida ham ma'lumot chiqarib beradi. Tezkor xotira. Protsessorimiz hozir holatda bizda Core i5 11400 ekan. 260 Gz chastota bilan ishlaydi ekan. Xo'p, bu protsessor haqidagi ma'lumotlar, vazifalari, avlodlari haqida biz alohida video darslikda tushuntirib o'tib ketganmiz. Xo'p, tezkor xotiramiz 32 GB ekan bu yerda. Xo'p, bu yerda Windows haqida ham ma'lumotga olsak bo'ladi ekan. Kompyuterimiz hozir holatda Windows 11 Pro eng oxirgi versiyadagi Windows operatsion tizimi orqali ishlayotgan ekan. Xo'p, mana shu joyda kompyuterimiz haqida, xotiralari haqida, protsessor haqida ma'lumotlar olishimiz mumkin ekan. Keyin bizda dispetcher ustroyство bo'limi bor. Bu bo'limga ham bir marta bosib kiradigan bo'lsak, bizdagi driverlar haqida ma'lumot chiqadi. Agar mana shu bo'limda qaysidir driver ishlamay qolsa, o'zi 3 burchak sariq undov ogohlantirishi yonib qoladi. Mana shu bo'limni ham tekshirib turamiz. Agar sizda ovoz chiqmay qolsa kompyuteringizda yoki mishka ishlamay qolsa, klaviatura ishlamay qolsa yoki video karta ishlamay qolsa, hech qanaqa muammo ko'rmayotgan bo'lsangiz, dispetcher ustroyствоga kirib olasizda, o'zi driver ishlayaptimi, yo'qmi, shu haqida tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Driver bu mana shu kompyuterdagi barcha qurilmalarni to'g'ri o'z vazifasini bajarishda ona karta bilan, ya'ni matematik plata bilan bog'lab turuvchi maxsus kichik dasturlar hisoblangan driverlar. Har bitta narsa ishlashi uchun, misol uchun printer o'ynaymiz misol, printerni to'g'ri ulab ishlata olmaymiz. Undan ham oldin printerda modeliga mos driverlarni ulab ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Driverlar haqida ham bizda ajoyib video materiallar mavjud. Ko'rib, bemalol bilimlaringizni yanada oshirib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi mana shu oynani tushuntirib beray. Bizda minus bor ekan, bunaqa to'rtburchak
belgi bor ekan va x bor ekan. Hozirgi holatda bu oyna menga kerak emas. Vazifasini bajarib bo'ldim, to'g'ri? Kerak emas. X ni bossam, sichqonchaning chap tugmasi bilan bir marta bossam yopilib ketadi bu oyna. Lekin buni bossam kichkina bo'lib qoladi mana oynamiz. Oynamiz kichkina bo'lib qoldi, to'g'rimi? O'zimizga qulay qilib. Men buni yaqin chegarasiga olib borsam strelka chiqadi va sichqonchani bosib, buni kattaroq qilib olishim mumkin, o'zimga qulayroq qilib. Mana. Kattaroq qolishi mumkin va bu oynamizni kichkina holatga o'tkazib beradi ekan. Bu-chi, bu minus, severnup deyiladi. Xo'p, buni bossam, boyagi oynam menga vaqtinchalik yo'qolib qoladi. Ko'rinmay turadi. Ko'zimdan yo'q bo'lib turadi. Chunki bu oyna hozircha kerak emas, lekin ishim tugamagan. Ishim yana shu oynaga qaytish uchun men bu yerda shuni tugmasini bosaman va adashib ketgan bu tugmani bosamiz, boyagi oynani yana shu joydan ochib beradi. Telefonlarda ham bo'ladi. Misol uchun, qaysidir programmadan hali chiqib ketmay, pastki yuqori qismini tortib olsak, o'sha programma saqlanib turadi. Keyin misol uchun o'yin o'ynayapmiz. O'yindan to'laqonli chiqib ketmaymizda, keyinchalik to'xtagan joyidan davom ettirib ketsak bo'ladi telefonda. Xuddi shunaqa kompyuterda ham shunaqa funksiyasi bor. Mana minusni bosadigan bo'lsak, vaqtinchalik yopilib turadi. Qolgan oynada ishimiz tugatib olgandan keyin yana u oynada ishimiz bo'lsa, xuddi shuni sichqonchani chap tugmasi bilan bir marta bosib ochib olamiz. Ishimiz to'laqonli bu o'yinning tugaganligiga ishonch hosil qilganimiz bo'lsak, X ni bosib, bu o'yinni to'liqligicha yopib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Ana bo'ldi. Bu o'yinni ham zakrit qilib yopib tashlasak bo'ladi. Xo'p, Etet kompyuter oynasi shular, File Manager oynasi haqida hozircha ma'lumotlar shular. Xo'p, bu yerda File Manager'dagi ma'lumotlar ko'rinishini ham bir ko'rsatib ketay tepadagi nima. Xo'p, bular xo'p, hozir bu meni загрузки bo'limida ekanligimni haqida ma'lumot beryapti menga. Misol uchun, загрузки bo'limida Telegram desktop pakkasi bor ekan. Kirib ko'raman mana. Aytyapti. Загрузки bo'limidagi Telegram desktop pakkasi ichidasan hozir deyapti. Mana shu joyda sen faoliyat ko'rsatyapsan deyapti. Xo'p. Endi bu ma'lumotlarda inson ko'ziga ko'rinishini turlari bor. Ya'ni bizning ko'zimizga har xil. Hozir tablitsa holatida ko'rinyapti, to'g'rimi? Men buni Prosmetrate bo'limidan strelkani bossam, shunaqa ro'yxat bilan ochiladi ekan. Xo'p, birinchisini bosadigan bo'lsam, menga hamma ma'lumotlar mana shunaqa katta ko'rinishda ko'rinadi. Ayniqsa agar siz rasm bilan ko'proq ishlaydigan bo'lsangiz, rasmdan birinchisini tanlab qo'ysangiz, hamma rasmlar ko'rinib turadi, qanaqa rasm ekanligi. Xo'p, ikkinchisi xuddi shunday kichkinaroq varianti. Ko'proq ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatini beradi. Xo'p, bu esa bu juda kichik, hamma ma'lumotlarni ko'rish imkonini beradi. Xo'p, xohlasak mana boyaginaqa jadval ko'rinishida va albatta tablitsa ko'rinishida ham ma'lumotlarni bizga ko'rsatib beradi ekan. Endi ma'lumotlarni tartiblash bor, sortirovать degan bo'lim bor. Mana shunda datani tanlab qo'ysak, o'zi data tanlanib turibdi. Bizda eng oxiri yuklab olgan, eng oxirida saqlagan ma'lumotimizni topib olish oson bo'ladi. Ya'ni u eng birinchida turadi. Agar siz mana shu yerda alifbo bo'yicha qo'yib qo'ysak, mana imya bo'yicha qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bu chalkashib ketadi. Chalkashtirib oladi. Shunda eng oxirgi yuklab olgan ma'lumotingizdan juda ko'p qidirib qolishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shuning uchun har doim sortirovать bo'limida vaqt bo'yicha tartiblashni tanlab qo'yganimiz ma'qul. Xo'p, bu papkadan chiqish uchun Telegram desktopdan загрузкаga qaytish uchun bu joyga sichqonchani chap tugmasi bilan bir marta bossak ham bo'ladi yoki bu strelkani ham qaytish uchun ishlatsak bo'ladi ekan. Hozircha Etet kompyuter, ya'ni File Manager oynasidagi ishimiz tugadi va X bilan bu oynani ham to'laqonlicha yopib turamiz. Endi misol uchun sizda bu Etet kompyuter oynasi bo'lmasligi mumkin. Shunaqa holatda nima qilamiz? Misol uchun, delete tugmasi bilan, o'chirish tugmasi bilan o'chib ketdi. Ya'ni sizda yo'q ekan Etet kompyuter oynasi. Shunaqa holatda nima qilamiz? Bunaqa holatda рабочий stolni bo'sh turgan joyiga sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz va bizda personalizatsiya degan bo'limi bor. Ustiga bosib kiraman. Bu joyda esa tema degan alohida yana bo'lim bor. Ustiga kiraman. Bizda parametr, значков, рабочего stola bor. Yana shu bo'limga sichqonchani chap tugmasi bilan bir marta bosib kirib olsam, bu yerda ko'rsatib turibdi. Рабочий stolda nimalar ko'rinib tursin. Hozir menga panel управления kerak emas. Korзина bilan kompyuter, ya'ni Etet kompyuter oynasi aniq tursin. Hop, OK qilaman. Endi ko'rishim mumkin. Men sudiraman hozircha. Mana menda ko'rinib qoldi. Endi mana Etet kompyuter oynasi endi paydo bo'lib qoldi. Korzinani eng oxirgi burchakda qo'yib qo'yishim maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, Korzina nima uchun xizmat qiladi? Korzina rабочий stolda qanaqadir ma'lumotni o'chirsak, delete tugmasi bilan, ya'ni delete tugmasi bilan shunchaki o'chirsam, bu narsa korzinaga tushadi. Hali ehtimolga qarshi, misol uchun qaysidir faylni adashib
o'chirib qo'ygan bo'lsangiz yoki qaysidir fayl sizga keyinchalik kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, Korzinani ichiga kirib tiklab olsak bo'ladi. Misol uchun mana shu rasm. Bu rasm menga kerak, chunki sizlarga hozir ma'lumot beryapman. Mana shu rasmni adashib delete tugmasi bilan o'chirib qo'ydim. Va endi uni tiklashim kerak, chunki hali ishim tugamadi bu bilan. Nima qilaman? Korзинаga kirib olaman va mana data bo'yicha tahlil tartiblash turibdi va eng oxiri o'chgan bu faylga tushgan narsa ma'lumot eng birinchida turibdi. Xo'p, prosмотреть bo'limida men buni 100% ishonch hosil qilish uchun ko'rib olsam bo'ladi. Mana klaviatura turgan ekan. Ustiga bir marta chap tugmani bosib belgilab, o'ng tugmani bosadigan bo'lsak, vasстановить bor. Tiklab olish. Qayerga tiklanadi? Qaysi joydan o'chgan bo'lsa, shu bo'limga qayta tiklanadi rasm. Xo'p, mana sichqonchani o'ng tugmasi, vasстановить bosish uchun sichqonchani chap tugmasini bir marta bosaman. Rasmim qayerdan o'chgan bo'lsa, mana shu joyga yana qayta tiklanadi ekan. Xo'p, рабочий stolda yana nimalarni ko'rsak bo'ladi ekan. Xo'p, hozir holatda menga kerak bo'lmagan fayllarni delete qilsam, korzinkaga tushadi. Agar men shuni delete emas, menga bu rasm 100% kerak bo'lmaydi. 100% bu rasm menga kerak bo'lmasiga ishonch hosil qilib olganimdan keyin korzinka tushirganini nima qildi? Bekorga xotiradan joy egallab turadi. Shuni korzinkaga tushirmasdan to'g'ridan-to'g'ri kompyuterimdan to'laqonlicha yo'q qilib yuborsam bo'ladi. Uning uchun men klaviaturadan shift, mana ko'rib turibmiz, shift delete tugmasini, birinchi shift bosib turgan holatda delete tugmasini birgalikda bosaman. Bu korzinkaga umuman tushmasdan shift delete ogohlantiradi. Bu fayl umuman kompyuteringga yo'q bo'lib ketadi, rozimisan deydi. Da qilamiz. To'laqonlicha kompyuterimizdan xotirasidan tozalanib tashlanadi. Mana korzinkaga o'tib ko'radigan bo'lsak, boyagi menda rasm korzinamga tushmabdi. Xo'p, yaxshi. Xo'p, endi bizda papkalar bilan ishlash bor. Papka. Misol uchun papka nima uchun ishlatiladi o'zi? Papka birinchi navbatda ishlarimizni tartibli qilish uchun ishlatiladi. Misol uchun Word dasturida ishlayapmiz yoki qaysidir saytdan rasm ko'chiryapmiz. Word dasturida 50 ta Alisher aka ismi bilan, misol uchun Alisher aka ishini qilyapmiz va 50 ta hujjat yaratildi. Shunaqa holatda 50 ta hujjat qaysidir joydan 50 ta joy egallab turmaydi-ku. Uni o'rniga papka yaratib, Alisher aka nomi bilan papka yaratib, boyagi 50 ta hujjatni o'sha papka ichiga saqlab qo'ysak, ishimiz tartibli ko'rinishga keladi. Xo'p, papka yaratib qanaqa bo'ladi o'zi kompyuterda? Papka yaratish ikki xil usuli bor. Albatta, mishka yoki klaviatura orqali ham. Uning birinchi mishka orqali ko'rsataman. Xohlagan joyimizda, xohlasak рабочий stolning bo'sh turgan joyida sichqonchani o'ng tugmasini bosaman, sozdат bo'limi ochiladi. Sozdат bo'limidan bu yerdan papka tashlab olsam bo'ladi. Mana papka. Ko'rdim. Papka tushdi. Новая papka. Endi buning nomini o'zgartirishim kerak. Nomini o'zgartirish uchun qanaqa bo'ladi? Sichqonchani chap tugmasi bilan bir marta papkani tanlab, klaviaturadan mana klaviaturadan F2 tugmasini bosaman. F2. Agar sizda aytganingiz qilmayotgan bo'lsa, mana F2 ovoz o'zgartiraman. Misol uchun nima qilaman? Alisher aka nomi bilan yozdim va bo'ldi. Papkam Alisher aka nomi bilan bo'ldi. Uning uchun F2 tugmasini bosdim. Menga ovoz o'zgartiradigan joy ochildi. F2. Matnni o'chirib o'tirish shart emas. Belgilandim ustiga yozib ketsak bo'ladi. Alohida borib bu o'chiradigan belgini bosib, keyin yozishimiz shart emas. Tanlanib turibmi, ustiga yozib ketaveramiz, bo'ldi. F2 tugmasi papka yoki faylning nomini o'zgartirish uchun xizmat qiladi. Agar siz aytganingiz qilmayotgan bo'lsa, FM bilan F2 ni qo'shib bosasangiz, siz so'ragan narsani bajarishni boshlaydi. Xo'p, bo'ldi, okey. Bo'ldi, mana rабочий stolda mana shu papkaga ma'lumotni kirgizmoqchi bo'lsak, papkani ushlaymiz. Shunchaki papkani ustiga olib tashlasak, o'zi o'tib ketadi. Papkani ichidan mavjud bo'lib qoldi. rабочий stolda ham tartibliroq qilib olamiz. Xo'p, buni ham papkani ichiga kirgizib olamiz. Elektronik uzoq va kompyuter. Hammasini mana endi rабочий stolimda unaqa ortiqcha narsa bo'lmaydi. Bo'ldi. Endi kompyuterimizni biz bilishimiz kerak bo'lgan sozlamalari bor. O'sha sozlamalarni qanday ko'rib olsak bo'ladi. Pusk tugmasi bor bizda. Klaviaturada ham bor. Pusk tugmasiga bir marta bosaman, parametr bo'limi bor. Xo'p, parametr bo'limida biz bilishimiz kerak bo'lgan jihatlari asosan mana sistema bo'limida. Xo'p, nimalarni bu yerda tezkorlik bilan ko'rib olsak bo'ladi ekan. Xo'p, displey bor ekan. Bu yerda agar tunda ko'proq ishlaydigan bo'lsak, bizlar noshunay svet yoqib bo'lsak, bizni ko'zimiz kelayotgan nurlarni qaysi miqdorda
zararini kamaytirib beradi. Xo'p. Siz bu bo'limdan qaytamiz. Zvuk, ovoz bo'limi. Misol uchun, agar sizni kompyuteringizda bir nechta ovoz qurilmalari ulangan bo'lsa, misol uchun televizor, kolonka, naushnik ulangan bo'lsa, endi siz mana shu joydan nazorat qilib tursangiz bo'ladi. Xoh hozir men televizorda orqali sendan ovoz chiqsin deganman. Ya'ni musiqa eshitmoqchi bo'lsam, televizordan ovoz chiqadi. Shuning uchun ovoz tanlab qo'yganman va bu yerda ovoz balandligi. Mana agar siz Bluetooth orqali qanaqadir kolonka yoki boshqa narsa ulamoqchi bo'lsangiz, добавить устройство bosasiz и boshqa qurilmani ulab ketsangiz bo'ladi. Mana xuddi bu belgi pastki qismida ham bor. Ustiga bir marta bossak, bizga ochiladi. Ovozni shu joydan balandlatib, shu joydan pasaytirsangiz bo'ladi va настройкасini ochsak, xuddi shu narsa hozirgi holatda Beyond TV da turibdi. Xohlasam agar naushnikda eshitmoqchi bo'ladigan bo'lsa, naushnikka o'tkazib qo'yaman. Mendan chiqayotgan kompyuter ovozi televizordan chiqayotgan ovoz endi naushnikka o'tib qoladi. Sizda ham xuddi shunaqa bir nechta ovoz chiqarish qurilmalari bo'lgan bo'lsa, mana shu bo'limdan yoki bu bo'limdan sozlamalarni to'g'rilab olishingiz mumkin. Hop, mikrofonlar bor, albatta. Bu yerda mana mikrofon balandligi bor. Xohlasam bu yerda balandroq qilib qo'ysam bo'ladi. Bir nechta mikrofon bo'lsa, o'ziga kerak bo'lgan mikrofonlarni ham xuddi shu joydan tanlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizga bu kerak bo'ladigan bo'lsa, sistema bo'limi tagida Bluetooth устройство bo'limi bor. Xo'p, устройство bo'limiga kirib ko'rsak, agar Bluetoothimiz bo'ladigan bo'lsa, kompyuterdan добавить устройствоni bosamiz. Agar kompyuteringizda Bluetooth bo'ladigan bo'lsa, hozir holatda meni kompyuterimda Bluetooth yo'q, shuning uchun ko'rsata olmayman. Добавить устройствоni qo'shib, Bluetooth orqali ulanadigan, misol uchun kolonka yoki eng avvalambor nima, naushniklarni ulab olsak bo'ladi kompyuterimizga. Xo'p. Endi устройство bo'limidan bizga kerak bo'ladigan narsa bu mishka, sichqoncha. Sichqonchani birinchi navbatda ishlash tezligi sekinlik qilayotgan bo'lsa, bu yerdan mana oshirib qo'ysangiz bo'ladi, tezroq ishlaydi. Xohlasangiz sichqonchada bilamiz, chap tugma, o'ng tugma bor, to'g'rimi? Ana shularni vazifasini almashtirib qo'ysak bo'ladi mana hozir. Правая o'zi almashdi. Endi o'ng tugma bunda ishlaydi mana. Xohlasak mana shu o'ng bilan chap tugmani vazifalarini shu joydan almashtirib qo'yamiz. Bo'lsa, bevosita sichqonchaning tezligiga xizmat ko'rsatadi. Xo'p, bu yerda дополнительный parametr mishka bor ekan. Buni ochadigan bo'lsak, sichqonchani yana ham qo'shimcha imkoniyatlari, funksiyalarni ochiladi ekan. Xo'p, keyingisi bizda mishkani ko'rib chiqdik buni. Xo'p, xohlasak, misol uchun mishkani katta kichikligini ham o'zgartirib olsak bo'ladi. Mana bizda ikkinchi bo'lim bor edi. Qayerda? Orqaga qaytib olamiz buni yerda. Xo'p. Mana maxsus Bluetooth устройство bo'limidan mishkaga kirib olsak, bizda uказатель mishka sensorli vvod bor ekan. Ustiga bosadigan bo'lsak, sichqonchamiz ko'rinishini bu yerdan xohlagan o'zimizga yoqqan ko'rinishga o'zgartirib olsak bo'ladi. Bu yerdan sichqonchani razmerini ham tanlab qo'ysak bo'ladi ekan. Hozirgi holatda menda ekranda ko'rinmay qolishi mumkin. Agar siz ham sichqonchani kursorni kattaroq qilmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingiz xohlagan rangda qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana shu joylardan kirib o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Hozir menda ekran zapis bo'layotgani uchun ko'rinmay qolishi mumkin. Hop, bo'ldi. Mana shu kattalikdagi sichqoncha menga hozir holatda yetadi. Hop, bo'ldi. Sistema bo'limida yana nimalar ko'rsak bo'ladi? Bo'ldi. Sistema bo'limidan hozircha bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar shular. Hop, Bluetooth устройствоni ko'rdik, mishka yetarli bo'ladi. Set internet, bu yerda alohida internetlar, Wi-Fi bo'limi mavjud. Wi-Fi'ga agar bu yerdan bilmasak, xuddi shunaqa parametr bo'limida ham alohida Wi-Fi bo'limi mavjud. Personalizatsiya bu ham nima? Gaplashdik. Bu yerda kompyuterda fonlarini o'zgartirib olsak bo'ladi. Fonlarni hammasi. Endi ilovalar bor mavjud. Mana bizda kompyuterimizda ilovalar bor. Ularni hammasini ko'rish uchun birinchi bo'limga kiramiz. Qaysidir ilova siz uchun yoqmayapti, to'g'rimi? Misol uchun qaysi ilova? Ko'ramiz, qaysini o'chirsak bo'ladi. Hop, Counter Strike 2 ilovasi hozir holatda menga yoqmayapti. Uni o'chirishim uchun men mana shu bo'limdan o'chiraman. Kompyuterdan qaysidir ilovani umuman o'chirmoqchi bo'lsangiz, mana shu bo'lim, ya'ni parametr, приложение mana shu birinchi bo'limga kirib, mana shu joydan kompyuterni ilovalarini o'chirsak bo'ladi. Borib, misol uchun рабочий stolga men borib, misol uchun bu yerda programma bor-a, programmalar все bo'limiga o'tib, bu yerda o'chirganim ish bermaydi meni. Misol uchun qaysini o'chiraman? Counter Strike dedim, to'g'rimi? Kiraman. Hop, mayli, yana muzikani o'chirib qo'yaylik. Counter Strike hozir chiqmadi.
Yandex poyst tizimini o'chiramiz. Sichqonchani o'ng tugmasini bosaman ustiga va o'chirish uchun udalit oynasi chiqadi. Udalit oynasini bosganim bilan o'chmaydi. Meni boyagi приложение bo'limiga o'tkazadi. Mana shu joydan o'chiramiz ekan demak. Bizga kerak bo'lmagan nima deydi? Dasturlarni yoki fayllarni mana shu joydan o'chirib tashlaymiz ekan. Hozir sinov tariqasida biz ham o'zimizga kerak bo'lgan bitta dasturni o'chirib ko'ramiz. Mana Yandexni tanlayman, udalik qilaman. Bo'ldi. Mana shu joydan o'chishni boshlaydi kompyuterimda o'rnatilgan Yandex dasturi. Xo'p, keyingi masala hozir udalit qilmoqchimisan deb bitta qilaman va udalit brauzer va o'chirish jarayoni xuddi shunaqa. Qaysidir ilova kelmadimi parametr bo'limida приложение bo'limi birinchi bo'limga kirib xohlamagan o'zimizga yoqtirmagan ilovalarni yoki keraksiz bo'lgan ilovalarni o'chirib tashlaymiz. Mana menda hozir Yandex ilovasi o'chdi. Xo'p, keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa учетный запись. Bu yerda eng ko'rishimiz muhim jihati variant vhoda, ya'ni kompyuterimizga parol qo'yib qo'ysak bo'ladi. Kompyuterga kirayotganda parol so'raydi ko'pchilik, to'g'rimi? Ko'rgansiz, qanaqa qiladi ekan deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Shunaqa holatda parametr bo'lim учетный запись, variant vhoda va eng afzali parol. Bu yerda kompyuteringizning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda har xil turlari bor. Mana birinchisi Face'ga ochadi, ya'ni agar shu imkoniyati bo'lsa, sizning o'zingizni yuzingizga ochadigan qilsangiz bo'ladi. Ikkinchisi barmoq izi, pin kod, xavfsizlik parollari yoki grafik ko'rinishdagi parollar orqali ochiladigan qilib qo'ysak bo'ladi. Eng afzali, eng qulay parol. Shuncha ustiga chap tugma bilan bosamiz sichqonchani va bu yerda добавить parol chiqadi. Добавить tugmasiga bossam, bizga parol qo'yish oynasi ochiladi. Bu yerdan o'zim xohlagancha xohlasam bitta, xohlasam 4 ta raqam yoki harf tanlab kiritaman. Xohlasam tekshira olaman. Bu yerdan to'g'ri qo'yapmanmi yo'qmi? Kiritaman. Bu yerga ham xuddi shu narsani kiritaman. Tepa pastga bir xil narsa kiritib olaman va pastga shunaqa narsa qo'yishim kerakki, mabodo keyinchalik vaqt o'tishi bilan mana shu parol, 4 talik parol esimdan tushib qolsa, tagiga shunaqa so'z yozishim kerakki, men bu so'zni ko'rganda bu parol bittada esimga tushsa. Nima qilaman? Misol uchun 12.03 mening tug'ilgan kunimdir. Uni unutilmas kun deb qo'yishim mumkin. Unutilmas kun deb qo'yaman. Bo'ldi. Men unutilmas kun deganda men tug'ilgan kunim keladimi? Bo'ldi. Xayolimga 12.03 ekan demak. Ha, bo'ldi, esladim. Kiramiz. Tala tugmasini bosamiz. Готово tugmasini bosamiz. Bo'ldi. Bizning kompyuterimizga parol qo'yilgan bo'ladi. Windows L tugmasi bilan kompyuterni bloklab olib, yana enter tugmasini bosib, tegishli parollarni kiritib kompyuterimizni ochib olsak bo'ladi. Endi parolni olib tashlash qanaqa bo'ladi? Parolni olib tashlash uchun alohida bo'limga xuddi shunaqa parol bo'limiga kirib olamiz. Учетный запись, variant vhoda, kalitchani rasmi turibdi va bu yerdan parol bo'limiga kiramiz. Endi bizda добавить chiqmaydi, chunki bor. Endi изменить chiqadi, tahrirlash, mavjudini o'zgartirish. Kiraman, bir marta boya qo'ygan parolni kiritib yuboraman, 12.03 va enter. Endi parolni изменить olib tashlamoqchimiz, to'g'rimi? Parolni olib tashlash uchun hech qanday parol qo'ymasdan dalay qilib готово qilamiz. Bo'ldi. Bizdagi kompyuterning paroli o'chib ketadi, chunki kompyuterning parolni olib tashlash degan alohida bo'limi mavjud emas. Xo'p. Keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan jihat qaysi? Xo'p, время язык. Agar bizning kompyuterimizdagi o'ng tomon pastki qismdagi vaqt va sanasi xato bo'lib ketadigan bo'lsa, albatta o'zini alohida время язык, til va vaqt bo'limi mavjud. Bu yerdan biz qilishimiz kerak bo'lgan ishni albatta birinchi bo'limga kiramizda va xo'p, bu bo'limda nimalarni ko'rib olsak bo'ladi? Xo'p, bu bo'limda biz o'zimizni mintaqamizni tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimizni mintaqamiz to'g'ri bo'lsa, demak bizdagi vaqt ham to'g'ri ko'rsatib turadi. Bu yerda bizni tanib qo'yganmiz. Ustiga ochiladi Ashxobod, Toshkent va tagidagi galchkasida o'chib bo'lishi mumkin. Agar buni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu mintaqaga qarab internetga ulanganimizdan so'ng kompyuter o'zi vaqt va sanani avtomatik tarzda to'g'rilab oladi. Xo'p, bo'ldi. Keyingisi endi bizda til bo'limi bor, язык region bor. Xo'p, kompyuterning interfeysi, ya'ni kompyuterning o'zini tili asosan ingliz tili va rus tilida bo'ladi. Agar bizda kerak bo'ladigan bo'lsa,
добавить языk qilib, misol uchun o'zbek tilini ham qo'shib yuborishimiz mumkin. Lekin rus tilida turgani ma'qul. Keyingi masala bu yerda klaviatura tilini ham xuddi shunaqa qilib qo'shib olsak bo'ladi. Bu yerda misol uchun endi rus tili, ingliz tili bor. Ya'ni rus tilida yoki lotinchada. Endi kirilcha ham biz ishlatamiz odatda, to'g'rimi? Kirilchani qanday qo'shib olsak bo'ladi? U ham muammo emas, oson juda. Xuddi shunaqa bo'limda время язык region bo'limida добавить языкni bosamiz va o'zimizga kerak bo'lgan o'zbek kirilcha, mana o'zbekcha kirilcha turibdi. Ustiga bir marta bosib dalya tugmasini bosaman va bu internetda yuklab olish kerak. Oldin topadi. Internetda yuklab olgandan keyin установить qilamiz. Mana topdi. Установить tugmasini bosaman va o'zi o'rnatishni boshlaydi. Mana qarabmanki, menda o'zbekskiy kirilcha qo'shildi. Xo'p, bo'ldi. Keyingi o'zi yuklayveradi, jarayonni o'zi tugatib qo'yadi. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bizda albatta xavfsizlik. Xavfsizlik, ya'ni antivirus. Kompyuterimizda antivirusini qayerdan topib olsak, qayerdan o'chirsak bo'ladi yoki ishlayaptimi yo'qmi, qayerdan bilib olsak bo'ladi. Yo'qmi, yo'qmi. Xo'p, безопасность Windows bo'limiga o'tamiz va bu yerdan защита от вирусов и угроз degan bo'libdi. Birinchi bo'limni bosaman. Hop, bu yerdan управлениями настройками kiraman. Hozirgi holatda men antivirus hammasi yoqda turgan bo'lishi kerak mana. Endi antivirus bo'lsa o'chirib turaman hozir. Mana o'chirib qo'yaman. Endi antivirus qaysi holatlarda o'chiradi? Misol uchun, bitta ikkita dasturlarni o'rnatishda, misol Photoshop yoki After Effects crack versiyalarini, Windows Office dasturlarini Word, Excel'ni ham o'rnatishdan oldin Windowsni o'chirib turishini talab qiladi. Agar o'chirmasa, ularni qanaqadir xavf yoki virus qilib, bizni antivirus bloklar o'chirib tashlashi mumkin. Shuning uchun agar sizda antivirusni vaqtinchalik o'chirib qo'y degan talab qo'yilsa, xuddi shu bo'limdan qayerda pusuk tugmasi, parametr oynasi, bu yerda o'zi mana xavfsizlik va защита bo'limlari mavjud. Qalqon ko'rinishdan kirib, mana shu joydan o'zgartirib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Kompyuterimizda bilishimiz kerak bo'lgan asosiy sozlamalar hozircha shular. Endi biz internet bo'yicha qisqacha gaplashamiz. Internet. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, endi internetdan foydalanish. Qanday qilib internetdan foydalanamiz? Qanaqa qilib internetdan ma'lumotlarni qidiramiz va qanaqa qilib ularni yuklab olishimiz mumkin? Shular haqida hozir gaplashamiz. Internet nimaligini bilamiz, u bo'yicha shuncha berib o'tish shart emas. Hozirgi kundagi internet imkoniyatlari, hayotimizga kirib kelgan o'rni, hozirgi kunda hayotimizni yoki kundalik ish jarayoni deymizmi yoki boshqa narsa deymizmi, internetsiz tasavvur qilish qiyin. Internet bo'lmasa kompyuterimiz ham o'yinchoqdan farqi bo'lmay qoladi. Shuning uchun internetdan foydalanishni, undan to'g'ri ma'lumotlar izlashni ko'rib o'rganishimiz kerak. Dastavval internetdan foydalanish uchun bizga brauzer kerak bo'ladi. Brauzer bu internet bilan kompyuterni bog'lab beradigan narsa. Ya'ni internetdagi saytlarni ochish, ulardagi ma'lumotlarni yuklab olish, musiqalarni tinglash, hammasi uchun bizga brauzer kerak bo'ladi. Brauzer bu alohida dastur. Xo'p, eng mashhur brauzerlardan Google Chrome, Chrome deyiladi, bilamiz. Google Chrome, Microsoft Edge, Yandex brauzerlari mavjud. Xo'p, dastlabki kompyuterimizda bizda Google Chrome brauzerlari bo'lmaydi yoki Yandex brauzerlari bo'lmaydi. Windows o'rnatganimizda, yangi kompyuter olganimizda bizda bo'ladi brauzerlardan mana ko'rishingiz mumkin Microsoft Edge mana. Microsoft Edge brauzeri bo'ladi. Xo'p, bu brauzer odatda рабочий stolda turadi va bo'lmasa bu yerda turishi mumkin. Agar qaysidir ilovaga kirmoqchi bo'lsak, eng tezkor usuli bu push tugmasini bosamiz va o'sha ilovani nomini yozib ko'ramiz. Microsoft dedi, mi deb yozdim va o'sha ilova chiqdi va enter tugmasini bosaman. Hech qanaqa mishkadan foydalanmagan holda shunaqa ilovani o'zi chiqdi. Enter tugmasini bosaman, menga Microsoft Edge internet brauzeriga kirib berdi. Xo'p, kundalik hayotimizdagi ish jarayonida biz bu brauzerdan foydalanmaymiz. Biz mana ko'rib turganimizdek Google Chrome brauzeridan foydalanamiz. Chunki bu brauzerlar ishlatishga noqulay va reklama juda ko'p bu yerda. Shuning uchun Google tomonidan ishlab chiqarilgan Google Chrome brauzerini hozir sizlar bilan yuklab olib, uni qanaqa o'rnatish kerakligini ko'rib o'tiramiz. Xo'p, Microsoft Edge internet brauzerining qidiruv oynasi mana shu joyga hozir men nima deb yozaman? Chrome skachat deb yozaman. Endi yuklab olish jarayonini e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan jihatlari bor. Agar Chrome skachat deb beradigan bo'lsak, bizga juda ko'p saytlarni berishi mumkin. Bu yerdan yuklab olsang bo'ladi deyapti. Xohlasang birinchi saytdan yuklab olsang bo'ladi debdi. Xo'p. Birinchi saytga kirib ko'ramiz va
Mana bizga eslab qolamiz, Chrome'ni yuklab olish uchun rasmiy veb-sayt shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda animatsiya bo'ladi, bu yerda illyustratsiya ko'rinishida alohida chiroyli rasmlari bilan o'zi Google logotiplari va qidiruv tizimlari tushirilgan oynasi bo'ladi. Boshqa saytlardan yuklab olish bizga ayrim muammolar keltirib chiqarishligi mumkin. Birinchidan, reklama ko'rsatgandan keyin yoki bizga kerak bo'lmagan qo'shimcha ilovalarni yuklab berish sharti bilan bizga Chrome'ni yuklab beradi. Lekin bu Chrome'ning rasmiy sayti. Mana ko'rinishini eslab qolamiz va mana shu joydan skachat Chrome'ni bossak, bizga juda tezkorlik bilan Chrome'ni yuklab beradi va открыть faylni bossam men, misol uchun chap tugmasi bilan haqiqatdan o'rnatmoqchimisan deyman, da deb tasdiqlab yuboraman va o'zini o'zi ustanovka qilib beradi Chrome ilovasi. Mana. Agar noto'g'ri saytdan yuklab qo'yadigan bo'lsak, bizga birinchi navbatda noto'g'ri saytdan yuklab qo'ysak, xo'p, qo'shimcha reklamalar ko'rsatishi yoki bizga kerak bo'lmagan ilovalarni yuklab berishi mumkin. Shuning uchun har doim hamma narsani o'zining rasmiy saytini yuklab olishga harakat qilishimiz kerak. Xo'p. Xo'p, mana bizning Google Chrome internet brauzeri oynasi ochildi. Mana hech qanaqa ortiqcha yoki bachkana narsalar yo'q, reklama yo'q, boshqa narsa yo'q. Bu yerda qidiruv tizimi ham bor, bu yerda ham qidiruv tizimi bor. Agar biz biror bir ma'lumotni qidirmoqchi bo'lsak, shunchaki mana shu joyga yoki bu yerga yozishimizni o'zi kifoya. Kelinglar biz sizlar bilan Alisher Navoiy haqida ma'lumot topib ko'ramiz. Xo'p. Alisher Navoiy deb yozaman va chiqarilgan so'zga bir marta bosaman, menga Alisher Navoiy haqidagi ma'lumotlarni chiqarib berishni boshladi. Xo'p, bu yerda hozirgi holatda menda o'zbek tilida turibdi, bu rus tilida bo'lishi mumkin. Xo'p, yoki ingliz tilida bo'lishi mumkin. Agar qaysidir internet saytlarida til muammosi bo'layotgan bo'lsa, rus tili yoki ingliz tilini bilmaymiz, o'zbek tili bizga qulay bo'ladigan bo'lsa, xohlagan tilimizda qo'yib olishimiz mumkin. U qayerdan bo'ladi? Xo'p, Chrome brauzerining eng yuqori qismida o'zi 3 ta nuqta turibdi. O'shanga bossak, bizda Google Translate logotipi ostida Translate bo'limi turadi. Rus tilida перевести. Ustiga bosaman, menga shunaqa oyna chiqadi. Agar hozir o'zbek tiliga o'zgartirib qo'ysam, saytim o'zbekcha. Agar men xohlagan tilimni qo'shmoqchi bo'lsam, 3 ta nuqtani bosamanda, xo'p, choose another language bo'ladi. Ustiga bosaman, yana bir marta bosib, men bu yerdan xohlagan tilimni topib qo'shib qo'yishim mumkin bo'ladi. Bu yerda mana o'zbek tili ham mavjud ekan. O'zbek tili ham mavjud ekan. Men o'zbek tilini tanlab tasdiqlayman va o'zbek tiliga o'tadi. Agar sizlarga rus tili kerak bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa nima qilamiz? Rus tilini topib olamiz bu yerdan. Va rus tili translate mana saytimiz rus tiliga o'tdi. Qolsa mana o'zbek tiliga. Xo'p, bu odatda bu yerda turadi. Agar bu joydan chiqmaydigan bo'lsa, 3 ta nuqtani bosib, alohida translate bo'limini bosib qo'yamiz va bu oyna ochiladi. Xo'p, doimo o'zbek tilida bo'lsinmi deyapti. Ha deb qo'yaman, o'zbek tilida ishlashni davom etaman. Xo'p, mana hozir holatda sizlarda rus tili bo'lishi kerak, rus tilida ko'rsatib turaman. Xo'p, Alisher Navoiy deganimizdan keyin bizda ma'lumotlar turlari bor. Misol uchun, rasm ko'rinishidagi, video ko'rinishidagi, ovoz ko'rinishidagi yoki qanaqadir saytlar bor. Bu bo'limida hammasini ko'rsatib beradi. Menga rasmlar, saytlar, videolar hammasi kelib chiqadi. Lekin bularni misol uchun alohida fotografiya bo'limida faqat rasmlarini olsam bo'ladi. Misol uchun faqat rasmlarni ko'rsanglar, video bo'limida faqat videolarni ko'rish imkoniyati menda bo'ladi. Xo'p, bo'ldi, qaysidir sayt kerak bo'ladigan bo'lsa, sichqonchalik chat tugmasi bilan o'sha sayt ustiga bossak, bizga saytga kirib ko'rsatib beradi. Mana. Xo'p, endi qaysidir rasmni yuklab olmoqchimiz internetdan qanaqa yuklab olamiz? Misol uchun Alisher Navoiyning mana shu rasmi yoqdi menga. Shunchaki rasm ustiga boraman, sichqonchalik o'ng tugmasini bossam, menda Save Image as turibdi. Xohlasam, rus tilida hozir meni ko'rsatib beraman, o'zbek tilida. Xo'p, Save Image as rus tilida сохранить картинку как bo'ladi. Сохранить картинку как. Shunga bosaman. Qayerga yuklab olmoqchisan deyapti. Agar men hozir shunchaki saqlang tugmasini bossam, загрузки bo'limiga o'z-o'zidan yuklab beradi. Men buni hozir загрузки bo'limiga emas, рабочий stolga Hasan papkasi ostida faylga rasmimizni olingan Hasan bilan endi bu mashhur shaxs, buyuk zot Alisher Navoiy. Alisher Navoiy nomi bilan рабочий stolga qo'ymoqchiman yoki рабочий stolda alohida papka ochib olib, shunchalik o'yin tugmasi
Sozdat papka qilib, papkani nomini nima misol uchun, rasmlar deb rasmlar deb bor bosib, papkani ichiga kirib oldim. Men Robot rasmlar papkani saqlamoqchiman debdi Alisher Navoiy. Сохранить qilaman. Endi men buni ko'rsam bo'ladi. Mana rasmlar bo'limida Robot Store'da paydo bo'lgan birinchi navbatda Robot Store'da rasmlar papkasi bor. Papkani ichida boyagi rasm joylashib qolibdi. Hop, xuddi shunaqa bo'ladi internetdan rasmlarni yuklab olish. Internetdan qaysidir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyga yozamiz. Bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yuklab beradi. Biz Google Chrome internet brauzeridan foydalanamiz, chunki o'ziga yarasha buni afzalliklari bor. Google akkaunt qo'shishda ham, qaysidir saytlardan ro'yxatdan o'tishda ham bizga juda afzalliklari bor. Keyingi masala albatta Telegram masalasi. Telegram masalasi albatta Telegram ham muhim, chunki Telegramdan foydalanish, kompyuterda Telegramni qanaqa ochib olamiz, hammasini ko'rishimiz kerak. Uning uchun biz oldin kompyuterimizga Telegramni yuklab olishimiz kerak. Kompyuterga Telegram qanaqa yuklanadi? Xuddi shunday Google Chrome qidiruv tizimiga Telegram desktop deb yozsak, misol uchun Telegram desktop. Mana Telegram desktop yuklab olish qiladigan bo'lsa, mana bizga chiqadi birinchi sayt. Xo'p, rasmiy saytdan ajratib olish uchun birinchi navbatda ularning logotipiga qaraymiz va saytiga qaraymiz. Telegram desktop.telegram.org, ya'ni original sayt degan ustiga bosaman. Ustiga bossam meni bittada yuklab olish oynasiga yo'naltiradi va mana shu joyda misol uchun Windows X64 debdi. Bu narsa bizning kompyuterimiz razryati. Kompyuterimizning razryatini qayerdan ko'rib olsak bo'ladi? Ko'rsatib ketaman. Bu 32, 64 va bundan yuqori holatda ham bo'lishi mumkin. Endi etat kompyuter oynasiga kira olishim kerak. Etat kompyuter oynasiga tezkorlik bilan kirish uchun Push E tugmasini bossam, mendan File Manager oynasi ochiladi. Mana shu yerda etat kompyuteriga kirib olib, nima qilaman? So'ncham o'yin tugmasi, svoystvani bossam, kompyuterimning xarakteristikasi chiqib kelardi. Xo'p, mana shu joydan men tip sistemada 64-razryatligini ko'rib olsam bo'lar ekan. Mana 64-razryat. Mana xuddi shunday. Endi Telegramga o'tib olish. Telegramga o'tib olaman. Uzr, ming bora. Xo'p. Endi internetga qaytib oladigan bo'lsak, mana bu yerda Windows 64 turgan ekan. Demak, bizning kompyuterimiz 64 razryatga tushyaptimi? Yuklab olish tugmasini bosaman va bizga Telegramni ham yuklab olishni boshlaydi. Endi Telegram yuklab olganimizdan keyin uni o'rnatishimiz kerak. O'rnatish uchun Telegramning ustiga bir marta bosamiz, sichqonchaning chap tugmasi bilan va Telegram qaysi tilda o'rnatmoqchisan deb. Menga rus tili ma'qul. Okey deyman va voy deyapti, S diskingga tushadi, rozimisan deyapti, yoki o'zimiz xohlagan joyini tanlab olsak bo'ladi, xohlagan diskimizdan. Xo'p, S diskga tushsin, roziman, dalay qilamiz. Yana dalay ustanavlik qilamiz. Bu ham Chrome dasturidek soatda bo'lgandan keyin o'zi bittada mana bizga namoyish qiladi. Oynani kattalashtirib olsak, Telegram ochishni ko'rib chiqamiz. Mana Telegram yuklab oldik. Endi Telegramga kirmoqchi bo'lsak, pusk T deb bossak, Telegram chiqadi. Mana hozirgi holatda mening ochiq akkauntim bu. Endi Telegramni qanaqa ochib olamiz? O'zimiz Telegramni kompyuterga qanaqa ochib olamiz? Hozirga ko'rsatib beraman. Xo'p, internet oynasini ham, brauzer oynasini ham yopib turamiz. Hech qanaqa oyna qoldirmayman. O'zi qoldi va men Telegramga kirib olishim kerak. Push tugmasini bosib, T deb yozaman va Telegram chiqadi. Enter deb bossam Telegramga kiradi. Hozir menda akkaunt borligi uchun shunaqa ko'rinishda chiqyapti, lekin sizlarda akkaunt yo'q bo'lsa, bunaqa ko'rinishda chiqadi. Xo'p. Telegram masalan, yangi Telegram ko'rsatib beraman. Uning uchun Telegram kiraman. Start messaging oynasi ochiladi. Hop, ustiga bossam, menga shunaqa oyna ochiladi. Xo'p, mana shu telefon your phone number, ya'ni telefon raqami orqali davom etishga bosaman va o'zimga tegishli bo'lgan telefon raqamini kiraman shu joyga. Misol uchun, o'zimizning akkauntimizni kiritamiz va next bo'limini bossak, misol uchun raqamni aytish. Misol uchun 93 305 76 35 next bo'limini bosamiz va bizning Telegramimizga kod boradi. O'sha kodni kirgizsak, bu Telegramimiz ochiladi o'ziga. Kompyuterda ochiladi. Hozir mana ochiladi. Hozir holatda menda 470 ga 90
hozirgi holatda menda 472.99 ekan paroli va parol terganimizdan keyin bizda avtomatik tarzda ochilib ketyapti. Menda 2 bosqichli parol qo'yilgan, shuning uchun hozir Telegram ochilmaydi. Ikkinchi bosqichli parolni o'zim kiritsam, uni o'zim qo'yganman va ismdan kiritsam, Telegramni ochib olsam bo'ladi. Lekin menda mana ochiq Telegram bor. Telegram ochganimizdan keyin shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu yerdan Telegram sozlamalardan biz nimalarni bilishimiz kerak? Hop, birinchi navbatda Telegram sozlamalaridan uchta chiziqcha pastiga bosib, nastroyka bo'limiga o'tib olamiz. Nastroyka bo'limidan birinchi navbatda qiladigan ishimiz bizda bildirishnomalarni o'chirib qo'yish. Hozir yoniq bo'ladi boshlasizlarda. Hop, o'chirib qo'yish. Hop, bu bildirishnoma nima degan? Agar kompyuterimizga Telegramda bildirishnoma o'chirmagan bo'lsa, kimdir bizga xabar yozib, kompyuterning mana shu qismida kim yozdi va nima deb yozdi, hammasi ko'rinib turadi. Oldimizda misol uchun do'stimiz yoki begona insonlar bo'lishi mumkin. Shaxsiydan bizga xabar keldi, o'rtoqlarimiz hazillashib yozdi yoki oilaviy qanaqadir shaxsiy ma'lumot keldi. Buni oldimizdagi odamlar o'qib turishni xohlamayman men. Shuning uchun men buni tekstni o'chirib qo'yishim mumkin. Shunda misol uchun Anvardan senga xabar keldi. Xabarni ko'rsatmaydi. Xohlasam Anvar ismini o'zini ham o'chirib qo'yishim mumkin. Mana Telegramdan senga xabar keldi degan bildirishnoma va ovoz chiqib turadi. Xohlasam menga umuman bildirishnoma kerak emas deyman-da. Kerak emas deyman. Telegramga chekirsam o'zim ko'ra olaman kimdan nima xabar kelganini. Xohlasak bu yerdan Telegram bu kompyuterdagi Telegram orqali telefonda qabul qilishni o'chirib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Bu bo'limdan ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan jihat qolmadi. Keyingisi bizda albatta xotira bo'limi bor. Mana shunaqa ustiga bosadigan bo'lsak, bizda listening chat va gruppa va kanallardan kelgan ma'lumotlarni avtomatik tarzda ochishni to'xtatib qo'ysak bo'ladi. Bu nima uchun? Birinchi navbatda kompyuter xotirasini to'ldirib qo'ymaslik va internetda tezligini pasaytirib olmasligi uchun va kimdirlarni oldida rasmlarimiz guruhlarda avtomatik ochib ketsa, u narsa noqulaychilik tug'dirib qolishi mumkin. Shuning uchun men kiramanda listening chatga o'tib, hammasini o'chirib chiqaman. Boshida sizlarda yonib turgan bo'ladi. Hammasini o'chirib chiqamiz. Shunda gruppalardan, Telegramdan, odamlardan kelgan xabarlarni men ochmasam, o'zidan-o'zi avtomatik tarzda ochib ketmaydi. Kompyuterimiz yoki telefonimiz xotirasini to'ldirib qo'yishi mumkin yoki boshqa muammolar ham kelishi mumkin. Saqlanaylik. Xuddi shunday gruppaga kiraman, hammasini o'chirib saqlanib qilaman. Kanaldan kirib hammasini o'chirib saqlanib qilaman. Bo'ldi. Bu joyda ham ko'rishimiz kerak bo'lgan ish yakunlandi. Bo'ldi. Telegramda shu Telegram ochishni ko'rdik, uni bilishimiz kerak bo'lgan sozlamalarni ko'rdik. Telegram bizda hozircha shu. Kimga nima deb yozmoqchi bo'ladigan bo'lsak, misol uchun kimgadir yozib ko'raylik hozir. Qidiruv oynasidan misol uchun Araz akaga yozib ko'ramiz. Xo'p. Xo'p, Xo'p, Telegramdan kimgadir yozmoqchi bo'lsak qanaqa bo'ladi? Birinchi navbatda Telegramni qidiruv oynasidan kimga yozmoqchi bo'lganligimni qidirib topa olaman. Misol uchun, topsam degan o'rtog'imga yozmoqchi bo'ladi. Xo'p, mana shu joyga yozamiz. Klaviaturada yozishni endi bilamiz. Matnlar bor, shu harflarga qarab yozib ketaveramiz. Misol uchun salom so'zini yozdim va ana shu belgi orqali yoki enter orqali shunchaki bu yozganim jo'natsam bo'ladi mana. Salom so'zini yozib enter orqali jo'natsam bo'ladi. Agar men rasm yoki fayl yubormoqchi bo'lsam, mana shu skripka ko'rinishdagi shaklning ustiga so'ralgan chat tugmasi bilan bir marta bossam, men bilgan, men sevgan o'sha fayl menejer oynasini ochib beradi. Bu yerdan qayerda rasm bor, qayerda men jo'natmoqchi bo'lgan fayl borligini biz yaxshi bilamiz. Boyagi yuklab olgan rasmimiz qayerda edi? Zagruzkada turgandi. Biz Zagruzkadan uni Ravochi stolga rasmlar papkasining ichiga Alisher Navoiy bilan nomlagandik. Tanlayman shu rasm bir marta va открыть tugmasini bosib, отправить bossam, menga mana Telegramdan rasm jo'natishni ham ko'rsam bo'ladi. Xuddi shunaqa mana bu rasm deb yozib, xohlagan so'zlarimizni yozib, enter tugmasi bilan yuborsak bo'ladi. Hop, Telegram oynasidan chiqib ketish. Bu yerdan X bossak bo'ladi yoki klaviaturadan Ctrl K tugmasini bossak, Telegram oynasini bizga tezkorlik bilan yopib beradi. Hop, Telegram bo'yicha shular. Telegram yuklab olish, uni o'rnatish, o'zimizda akkauntimizni ochish, bildirishnomalarni o'chirib qo'yish, avtomatik
kelgan xabarlardagi rasm, videolarni ochib ketishni to'xtatib qo'yish va yozish, rasmlar yuborishni ko'rib chiqdik. Endi keyingi masala bizda albatta kompyuterimizni xotirasini qanday tozalab tursak bo'ladi. Oson yo'lini ko'rib ketamiz, unaqa cho'talashmaymiz. Bizda Windowsda R tugmasi bor. Ko'rsatib ketaman. Hop, rasmli imzolangizda boshqa topib shirkadagi password deb bunga qo'yamiz. Opani klaviatura Windows R. Windowsni birinchi bosib turib, R ni bosgandan keyin qo'yaveramiz ikkalasini birlashtirib. Windows R tugmasini bosamiz. Mana Windows R tugmasini bossam, mana Windows R tugmasini bossam, menga shunaqa oyna chiqdi. Bunaqa oynani o'chirib, men foizni yozish uchun shift bilan 5 raqamini bosamiz, foiz yoziladi. Foiz tem foiz deb yozib olaman. Mana ko'rib turibsiz. Foiz tem foiz va OK tugmasini bosaman. OK tugmasini bossam, mana shuncha narsa meni kompyuterimga kerak bo'lmagan narsalar bekorga xotirasidan joy olib, kompyuterimizni ortiqcha ishlatishga majbur qilyapti. Buning uchun tanlaymanda hammasini tanlab olish, klaviaturada misol uchun hammasini tanlab olish, klaviaturada Ctrl A tugmasini bossam, mana Ctrl A tugmasi, Ctrl A tugmasi hammasini birdaniga tanlab oladi va delete emas, shift delete tugmasini bosaman. Buni korzinkaga tushishni xohlayman, chunki menga kerak emas. Bo'ldi. OK tugmasini bosamiz. O'chgani o'chadi, o'chmagani hali ish jarayoni tugamagan fayllarni kompyuterning o'zi olib qoladi. Mana menda qancha fayl bor, hammasi o'chdi. Mana shunaqa qilib sodda yo'llar bilan kompyuterimiz ishda samaradorligini oshirib olsak bo'ladi. Mana aziz do'stlar, bugun sizlar bilan kompyuter yoqqandan keyin klaviatura tilini o'zgartirish, internetga bog'lanish, kompyuter sozlamalari, internetdan foydalanish, internet brauzerlari yuklab olish, internet brauzeri orqali Telegram yuklab olish va uni kompyuterni ochish kabi ilmlarni o'rgandik. Endi sekin astalik bilan Office dasturlariga ham kirsak bo'ladi. Office dasturlariga. Xo'p. Microsoft Word dasturida qanday ishlaymiz, qanday hujjatlar tayyorlashimiz mumkin, bularni ko'rib chiqamiz. Avvalo, sizning kompyuteringizda, ya'ni Office dasturlari o'rnatilgan bo'lishi kerak. Buning uchun mana poist qismida Word deb yozib ko'rsangiz, ya'ni yozib ko'ramiz. Shu yerda Лучший сайт deb chiqadi. O'ng tarafida esa Wordda qanaqa hujjatlarda ishlagansiz oldin, shularni hammasini sizga chiqarib beradi. Ana endi keling, siz bilan birinchi darslarimizda yangi papka ochishni ko'rgandik, to'g'rimi? Qanday ochar edik? Ya'ni rабочий stolning bo'sh joyida sichqoncha o'ng tugmasini bir marta bosib, Sazdat qismidan papkani tanlardik. Bu yangi papka Sazdat qilish edi, ya'ni yangi papka yaratish edi. Ana endi bizga xuddi shunaqa Word hujjati yaratishimiz mumkin. U qanday bo'ladi? Ya'ni shu yerdan Document Microsoft Wordni tanlashimiz kerak. Tanladik, uni nomlaymiz. Nomi deb qo'ydim va Enter knopkasini tugmasini bosishimiz yetarli. Va bosdik. Uni ichiga kirib ko'ramiz. Xo'p. Kirib ko'rdik. Mana bizga Ator listimizda, Ator formatda yangi bitta bo'sh list berdi. Ana endi keling, shu yerda ham biz yozib ko'ramiz. Ya'ni misol uchun salom degan so'zimizni va salom degan so'zimizni yozib ko'rdik. Agar buni ana endi qanday o'zgartirishimiz mumkin? Bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsangiz, Google dokumentdan farqli o'raloq bu yerda ochiqroq ko'rsatilgan, ya'ni o'zgartirish kirib ichiga tanlamaysiz, boshqa narsa qilmaysiz. Tayyor o'zi bor, ya'ni knopkalari ochiq oydin ko'rsatilgan o'zgartirish uchun. Buning uchun mana salom so'zini tanlaymiz. Bu yerda agar sizda boshqa shriftlar turgan bo'lsa, shriftlarni o'zgartirishingiz mumkin. Sizga razmer kerak bo'lsa, razmerlarni o'zgartirishingiz mumkin. Ana endi keling, siz buni xuddi shunaqa jирный, ya'ni qalinroq, kursiv, chiziq tagiga chiziq yozmoqchisiz, uni qanday qilamiz? Albatta bu yerda ham klaviatura orqali qilishingiz mumkin. Ya'ni qanday qilar edik? Ctrl B orqali qalinroq qilardik, Ctrl E orqali kursiv qilardik, Ctrl U orqali tagiga chiziq chizardik. To'g'rimi? Bu yerda esa talab turib, mana J ni bossangiz jирный qilib beradi, K ni bossangiz kursiv qilib beradi, Ch ni bossangiz tagiga chiziq chizib beradi.
va bu yerda yana bir narsasi bor, ya'ni qanaqa narsa? Yozuvingizni o'rtasidan ham chiziq chizishingiz mumkin. Buning uchun zachеркнутыйni bossangiz kifoya mana. Yozuvni o'rtasidan yozib berdi. Keling, shu shriftini kattaroq qilib qo'yaylik, sizlarga oson bo'lishi uchun. Mana. Xo'p, ko'rdingiz, ya'ni o'rtasidan chiziq chizib berdi. Ana endi siz ko'rgansiz, misol uchun h2o yoki a kvadratlarda, mana bu 2a kvadratda darajada turadi, h2o da 2 indeksda turadi. Shuni qanday qilib yozishimiz mumkin? Buning uchun h2o yozib olganimizdan so'ng 2 ni o'zini tanlab, bu yerdagi mana подстрочный degan joyi bor. Shuni bossak, 2 ni o'zi ko'rayotgan bo'lsangiz, ya'ni indeksga tushdi. Darajaga chiqarmoqchi bo'lsak, o'sha sonimizda avval 2 ni o'zini tanlab olamiz va bu yerdan esa bizga надстрочный, ya'ni подстрочныйimiz indeksga, надстрочныйimiz biz darajaga chiqarib beradi. Mana a kvadrat demak darajaga chiqdi. Tushunarli, ha? Ana endi keling, sana referat degan so'zimiz bo'lsin. Referat degan so'zimiz bo'lsin. Buni razmeri masalan 36 bo'lsin. Shuni har xil fonlar, effektlar bersak bo'ladimi yozuvga? Albatta bo'ladi. Buning uchun referat tanlaymiz va bu yerdagi tekst va effekti, ya'ni mana ko'k bilan a turibdi, shuni bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan siz har xil fonlar tanlashingiz mumkin. Misol uchun ko'ryapsiz yoki boshqacha. Mana ko'rdingiz-a? Bu ham bu o'zingizga bog'liq, qaysi birini tanlasangiz. Ana endi mana bu yerda salom degan so'zimiz bor. Salom degan so'zimiz bor. Shu yerda wording bir qancha o'zining funksiyalari bor o'zgartirish uchun. U qanday? Ya'ni salom so'zini tanlab, bu yerdagi katta kichik ani bossangiz, ya'ni registr bo'limini bossangiz, как предложение, все строчные, все прописные, начинается прописные, изменить registr degan bo'limlar bor. Как предложениеda, misol uchun mana bu salom so'zingiz kichkina s bilan boshlansa, shuni o'zi katta harfda yozib beradi salomni. Nuqtadan keyin ham katta harflar qilib beradi. Всестрочныйda hamma harfini, so'zingizdagi hamma harflar, matndagi hamma harflarni kichik qilib beradi. Все прописныйda hammasini katta harf qilib beradi. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Albatta tanlab keyin o'zgartiramiz. Начинать с прописныйda, misol uchun qarang. Buni ham всестрочный qilamiz. Salom. Misol uchun yaxshimi siz? Bu yerdan seni kichik qilamiz. Endi hammasini tanlaymiz. Shu yerdan начинать с прописных bossak, hamma so'zlarning birinchi harfini katta harflarda yozib beradi. Tushundingiz-a? Xo'p, yaxshi. Изменить registrda esa boshidagi harflar kichik bo'lib, qolgan hamma harflarni katta harflarda yozib beradi. Demak, tushunarli-a? Ana endi siz shu yozuvingizni mana tanladik, qanchadir orqa fonda egalladi. Shu orqa fonni rangini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu yerdagi цвет выделения tekstni tanlashingiz kerak bo'ladi. Mana har xil ranglar bor, orqa fonga ko'k bor misol uchunda. Mana shuni tanlab qo'yamiz. Bu orqa fonda. Agar siz yozuvni o'zini rangini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana qizilda bor. Siz xohlagan rangingizni tanlashingiz mumkin. Misol uchun qizilni yoki boshqa ranglarni. Demak, tushunarli, bizga o'zi qora bo'lishi kerak. Yaxshi. Ana endi qarang, mana shu salom yaxshimisizni qaytadan как предложение qilib qo'yamiz. Salom yaxshimisizni ana endi biz yozuvni o'rtaga surmoqchimiz. Buning uchun mana center degan qismi bor. Равнять по центру. Shuni bosishimiz kerak mana. Centerga o'tadi yoki o'ng tarafdan yozish uchun. Tushundingiz-a? O'ng tarafdan yozganingizda xuddi shunaqa o'ng tarafdan yoziladi. Ya'ni joylashadi. Tushunarli-a? Hop, ana endi keling, biz ya'ni Google dokumentida ko'rgan matnimizda joylashtirib, uni qanday to'g'ri yozishni ko'rib chiqamiz. Hop, buning uchun o'sha saytga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, kun.uz ga kiramiz. Mana shu yozuvni olaylik. Ctrl C qilamiz. Hop, bu yerda bizning razmerimiz o'zgartirish 14 ta bo'ladi. Joylashtirdik. Biz buni rangini albatta nimaga unaqa bo'lib qoldi? Chunki
tushunadi, chunki biz saytdan oldik. O'shaning uchun ham saytdan olganimiz uchun ham bizda shunaqa bo'lib qoldi. Mayli, uni hech qanaqa to'g'rilab olsak bo'ladi. Mana to'g'rilandi. Endi ko'rayotgan bo'lsangiz, chap tarafidan tekst o'ng tarafdan katta kichik joy qoldi. Uni qanday to'g'rilashimiz mumkin? Buning uchun baribir hamma joyni tanlaymiz. Bu yerda mana bu sentrga edi, bu o'ng tarafga va to'g'rilashni bossak, mana ikkala tarafni ham tekstlab berdi. Bu yerdan ham agar siz abzas qo'ymoqchi bo'lsangiz, albatta tanlab tab tugmasini bosishingiz kifoya. Mana joylashtirib berdi. Tushunarli? Xo'p, yaxshi. Ana endi keling. Yaxshi. Ana endi keling. Biz misol uchun qandaydir rasm yoki narsalar qo'ymoqchi bo'lsak, buning uchun mana vstavka bo'limiga o'tamiz. Shu yerda mana risunkini tanlaymiz. Risunka bu yerda ham xuddi shunaqa, kompyuter xotirasidan tanlamoqchi bo'lsangiz, rasm joylashtirmoqchi bo'lsangiz, это устройствоni, изображение internetini bossangiz, to'g'ri internetdan joylashtirishingiz mumkin. Misol uchun shuni изображение internetini bosamiz. Bu yerda sizga namuna qilib keltirib o'tilgan, misol uchun mana futbol tanlab, futbolni tanlab, mana shu rasm kerak bo'lsa tanlaysiz va bu yerdan vstavить tugmasini bosasiz. Mana rasmimiz joylashdi. Ana endi qarang, shuni chegarasidan o'zingiz kichraytirib olsangiz bo'ladi. Yoki bu yerdan ham o'sha rasmni yozishda bir qancha, ya'ni o'zining turlari bor. Ya'ni matn joylashtirdingiz, rasmlaringiz qanday joylashishi bo'yicha ko'rayotgan bo'lsangiz, qaysi biri sizga kerak bo'lsa joylashuv. Bu o'rtadagi, ya'ni qora, aynan rasmingizda rasm joylashtirganingizdan keyin matnlarni qanday joylashuvi ko'rsatib o'tilgan. Demak, tushunarli. Xo'p, ana endi keling, siz ko'rgan bo'lsangiz, dokumentlarda, ya'ni yonlarda, chegaralarda qandaydir granitsalar qo'yish mumkin. Ya'ni granitsa deganda men sizga ko'rsataman. Chegara qora bo'lishi mumkin, ya'ni qanchadir joyini, listingizni qanchadir joyini chegaralab qo'yish mumkin. Misol uchun uni konstruktorga kirib, mana granitsa strangitsani bosib, shu yerda mana ramkani tanlasak, ramka joylashtirish mumkin. Ramkani bossak, listimizga ramka joylashadi. Tushunarli? Ramka joylashdi. Yoki siz xuddi shu yerdan oq listingizni svet granitsani bosib, listingizga ham rang berishingiz mumkin. Tushunarli? Aynan shu joydan. Podloshka degan joyda esingizdan chiqmasin, siz konstruktor bo'limida turibsiz. O'zi glavniyda turgan edik, glavniya bo'limida, siz konstruktor bo'limidasiz. Shu yerdan, ya'ni orqa qismida podloshka qo'yish mumkin. Misol uchun mana chernayik degan. Orqada mana chernayik degan. Agar siz o'zingizning hujjatingizga xuddi shunday narsa joylashtirmoqchi bo'lsangiz, chernayik yozuvini o'zgartirsangiz bo'ladi. Buning uchun men настраиваемый podloshkani bosamiz va shu yerdan chernayik yozuviga siz o'zingizga kerakli bo'lgan matnni joylashtirib, применить tugmasini bosib, OKni bossangiz kifoya. Ya'ni o'rniga, chernayikning o'rniga o'zingizning matningiz joylashadi. Hozir esa bizga shart emas, удалить podloshkani bosamiz va ochdi. Keling, ana endi bizga bir yangi list kerak bo'lsa, sizga tayyor bir hujjat joylashtirishni, yozishni ko'rsataman. Xo'p, bizga bu yerda pustaya straniца kerak bo'lsin. Hozircha bizga straniца kerak emas. Mana o'chirib qo'ydik. Aynan sizga mana shu hujjatni ozgina qismini bo'lsa ham yozishni ko'rsataman. Buning uchun mana hop O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining xarid komissiyasi tarkibini tasdiqlash to'g'risidagi mana shu bosh qismini yozishni ko'rsam, o'zi qolgan joyi bir xil davom etadi. Hop, nima qilamiz? Buning uchun hujjatimizga o'tamiz. Glavniyadan biz sentrga o'tishimiz kerak bo'ladi. Nima ekan? Hop. Siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa kattaroq qilib ko'rsatishim shart. Mana bu yerda bizning o'zbek tilimizda O harfi O'zbekiston yoki
a'lo deganimizda tutuq belgisi bilan adashtirmasligingiz kerak. Buni qanday joylashtirishimiz mumkin, qo'yishimiz mumkin. Buning uchun siz ya'ni tutuq belgisi qo'yadigan klaviaturangizda, ya'ni ruscha klaviaturasida joylashgan, ruscha harf joylashgan klaviaturada joylashgan probel bilan birgalikda bosishingiz kerak bo'ladi. Probel bilan birgalikda bossangiz, o'rtada bitta joy qoldirib, sizga mana shu o'zbekcha harflarimizni o qismini, ya'ni alohida belgisini joylashtirib beradi. O'rtani o'chirishingiz bilan sizga mana joylashadi. Tushunarli, sizga qanday qilib uni yozish. Xo'p, shu yerdan biz yana 14 ga qaytamiz va O'zbekiston Respublikasi. Yana bir narsa, misol uchun siz xuddi shunaqa boshqa bir saytdan yoki boshqa bir dokumentdan ko'chirmoqchisiz. Boshqa, ya'ni saytga kirib chiqib, yana qaytib o'zimizning saytga kirish sal noqulayroq, ko'proq vaqtingizni oladi. Shu holatda siz qanday qilib hujjat, ya'ni ikkita hujjatni yonma-yon qo'yishingiz mumkin. Misol uchun bir hujjatdan kirib boshqa hujjatga kirib o'tirishingiz shart emas, ikkita hujjatingiz yonma-yon turadi. Buning uchun siz klaviaturadan push knopkasi bilan o'ngga chapga qaragan strelkani bosishingiz kerak bo'ladi. Agar shuni bossangiz, xuddi shunaqa bir tarafda Word hujjatingiz o'tadi va ikkinchi tarafda qo'yib bermoqchi bo'lgan hujjatingizni so'raydi. Menga esa bu hujjat kerak. Buni bosib yo'qotib qo'yaman mana. Sal ozgina o'rtaga surib qo'yamiz. Buni ham ozgina o'rtaga sursak mana. Mana. Kifoya. Ana endi bemalol ko'chirishimiz mumkin. Hop, buni biz sentrga ko'chirishimiz kerak bo'ladi. Mana O'zbekiston Respublikasi. Sog'liqni saqlash vazirligining xarid komissiyasi tarkibini tasdiqlash to'g'risida. Buni o'zimiz qo'lda to'g'rilaymiz. Xuddi shunday tasdiqlashni ham mana. Shuni endi biz qalinroq qilib yozishimiz kerak. Buning uchun tanlab turib J tugmasini bosishimiz kifoya. Dek bo'ldi. Ana sentrga tushib, chap tarafdan boshlaymiz. Ana shu bitta abzasini yozib ko'rsataman. Qolgani oson bo'ladi. Hop. To'g'risida enter bosamiz. Bizga jirning kerak emas, chap tarafdan. O'zbekiston Respublikasining davlat xarid. Siz ham albatta buni yozib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Shunda qiynalmaysiz Word hujjatlar tayyorlayotganda. Qonunga muvofiq O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash vazirligining xarid komissiyasi tarkibini maqsadida buyuraman. Ana endi qarang, bu yerda biz o'zgartirishimiz kerak bo'lsa, bu yerda bo'sh joy qolgan, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, va bu yerdan abzas qo'shishimiz kerak.
tab tugmasini bossak, knopkasini bossak, ya'ni bitta abzas qo'ygan bo'lamiz. Bu yerdan buyuraman degan so'zimizni jирный qilishimiz kerak. Mana jирный bo'ldi. Ikkala tarafi ham tekst bo'lgani uchun biz bu yerdan tekstlashni bosamiz. Mana endi bo'ldi. Tushunarli. Ana endi qarang, orasida interval degan tushuncha bor. Ya'ni biz qatorlar orasiga qanchadir joy qo'shishimiz mumkin. Misol uchun mana buning uchun tanlaysiz va bu yerda mana tekstlashni to'g'risida interval degan tushuncha bor. Shuni tanlasak, bizga orasida 1 santimetr kerakmi, qancha joy kerak bo'lsa, shu hammasini o'zingiz masalan qo'yib olishingiz mumkin. Misol uchun 1,5 bo'lishi mumkin. 1,5 qilsak, hujjat bilan bir xil bo'ladi. Mana to'g'ri bo'ldi. Tushunarli? Siz ham albatta buni takrorlab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Va mana shu hujjatning davomida, men sizlarga ko'rsataman. Mana shunday jadvallarni qanday joylashtirishimiz mumkin, uni ham ko'rsatib beraman. Buning uchun pastga tushamiz. Vstavka bo'limida mana tablitsani tanlaymiz. Sizga nechta qator, nechta ustun kerak bo'lsa, shunchani tanlaysiz. Bu yerda masalan 3/1 shuncha joy kerak bo'lsa, mana tanladik. Ichiga yozib ketaveramiz. Misol uchun mana tartib raqam deymiz. Kichraytirish uchun o'rtasiga olib kelsangiz, bir-biriga qaragan strelka bosadi, chiqadi. Chiqib turib, shuni o'ngga chapga sursangiz kichrayadi hujjat. Bu yerda familiya, ism, sharif bo'lishi mumkin-da. Mana buni ham ozgina kichraytiraylik. Va bu yerda masalan lavozimi bo'lishi mumkin. Hop, bularni siz masalan o'rtadan yozishimiz uchun glavniydan mana o'rtaga qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'rtaga qilasiz, joylashadi. Bu yerdan 1 2 hop, 1 nuqta tashlasangiz joylashadi. 2 3 nuqta mana 4 nuqta qilasiz. Bu yerdan yozib ketaverasiz. Siz qo'shmoqchi bo'lsangiz 5-sini o'zi pastki qatorga olib kelsangiz plus belgisi chiqadi mana. O'zi qo'shib beraveradi. Tushunarli? Demak, yaxshi. Siz bilan ham mana qanday qilib jadvallar qo'yishni o'rganib oldik. Ana endi qarang, xuddi shu hujjatni biz qanday saqlab olib boshqa kishiga yuborishimiz mumkin. Yoki buni qanday qilib pechat berishimiz mumkin. Buning uchun fayl bo'limiga o'tamiz va shu yerdan pechat bo'limini tanlaymiz. Agar siz buni pechat qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni printerdan chiqarmoqchi bo'lsangiz. Bu yerda ulangan ya'ni printeringizni tanlaysiz. Nechta kopiya qilmoqchi bo'lsangiz, shuni sonini kiritasiz va bu yerda ya'ni bitta listingizda bitta stranitsa bo'lsin yoki ikkita stranitsa, bitta listingizda ikkita stranitsa bo'lsin, qanaqa menyular kerak bo'lsa, hammasini tanlab olasiz va bizda standart Ator formatda turibdi listimiz yoki albomni orientatsiya qilishingiz ham mumkin. Ya'ni albomni bizda knijniy variantda turibdi va xuddi shunaqa siz pechat qilishingiz mumkin. Ana endi qarang, biz shuni saqlanib qilib olib birovga yubormoqchimiz, xuddi shu faylimizda. Uning uchun fayl bo'limini tanlaymiz va shu yerdan saqlanib kak bo'limiga o'tib olamiz. Saqlanib kak bo'limiga o'tib olganimizdan so'ng sizga fayllar chiqadi, papkalar chiqadi. Qaysi papkaga saqlamoqchi bo'lsangiz, misol uchun men рабочий stolga saqlamoqchiman. Рабочий stolni tanlayman va bu yerda hujjatimizning nomi buyruq deb nomlab qo'yaman va saqlanib tugmasini bossam, endi bemalol chiqib рабочий stolga qaytsam, mana buyruq degan Word hujjatim turibdi. Shuni men Telegramdan yoki boshqa bir platforma chat orqali shuni yubormoqchiman. Buning uchun tanlab olaman. Ctrl C orqali copyright qilaman, nusxalayman. Va bizda email borligi uchun Telegramda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Qaysi chatni tanlamoqchi bo'lsangiz, mana chatni tanlaymiz. Shu yerdan ответить-ni bosib, xuddi shu joyda Ctrl V qilsak kifoya. Ctrl V mana hujjatimiz yuklandi. Telegramda ham kimgadir yubormoqchi bo'lsangiz, Ctrl V qilasiz va Отправить send tugmasi chiqadi. Отправить bossangiz, o'sha hujjatingiz yuboriladi. Demak, tushunarli, ha? Aynan Word dokument, ya'ni Word dasturda qanday qilib biz hujjatlarni tayyorlashimiz mumkin, joylashtirishimiz mumkin, rasmlar joylashtirdik. Hujjatlar, ya'ni aynan buyruq tayyorlab ko'rdik va davomi ham xuddi shunday ketadi. Jadvallar joylashtirib ko'rdik. Demak, tushunarli.
keyingi darslarimizda siz bilan Excel dasturlarida ishlashni ko'rib o'tamiz. Microsoft Excel dasturida ishlaymiz. Buning uchun sizlar mana poyist qismidan Excel deb yozib ko'rsanglar, shu yerda chiqadi, ya'ni Excel o'rnatilgan va unga oid qandaydir jadvalda ishlagan bo'lsalaring, shu yerda jadvallar, ya'ni hujjatlar chiqadi. Biz hozir sizlar bilan yangi bitta Excel hujjat yaratib ko'ramiz. Uning uchun robot stolda sichqoncha o'ng tugmasini bosib, shu yerdan Sazdat bo'limidan List Microsoft Excel bo'limini tanlashimiz kerak bo'ladi. Chiqdi, shu yerdan nomlashimiz kerak. Misol uchun mana nomi va Enter deb bosamiz. Nomlandi. Ana endi ichiga kiramiz. Xo'p, ichiga kirdik. Sizlar 7-darsda sizlar bilan ko'rib o'tdik. Albatta, Google tablitsida ham bir xil, ya'ni ikkalasida ham bir xil, faqat u onlayn varianti edi. To'g'rimi? Xo'p, bu yerda ham xuddi shunday ABCda ustunlar 1 2 3 4 5 qatorlar bordi va hammasi yacheykadan iborat. Agar sizga yangi list kerak bo'lsa, pastdagi mana New list, ya'ni plusni bosib, o'zingizga yangi list ochib olsangiz bo'ladi. Hech qanday muammo emas. Xo'p, ana endi keling, siz bilan ya'ni Google tablitsida ishlab ko'rganda bu yerda ham ishlab ko'ramiz. Misol uchun boshladik. Ya'ni tartib raqam bilan. Xo'p, 1 2 yozamiz. Agar 1 ni bosib biz pastdagi chiqqan nuqtadan bosib uni pastga tortsak nima bo'lardi? Faqat o'zini nusxalab berardi. To'g'ri? Agar 1 bilan 2 ni birgalikda belgilab olsak va shuni tortsak, to'ppa-to'g'ri, ya'ni uni tartib raqamda o'sish tartibida bizga joylashtirib beradi. Va mana familiya ism Sharif bo'lardi. To'g'rimi? Familiya ismi Sharif bo'lardi. Ana endi shu yerda yozaylik. Suhrob misol uchun. Bu yerda ham xuddi shunaqa Suhrob ismi boshqa ustunga o'tib ketganligi uchun Abduvalib, ya'ni B-ni ustun chegarasiga olib borib, shuni 2 marta tez-tez bossak bo'ldi. Ya'ni sichqonchani chap tarafini tez-tez bossak, o'zi avtomatik tarzda bizga uzaytirib beradi. Yoki aksincha, ya'ni Suhrob pastga tushishini xohlasak, ya'ni qator bo'yicha pastga tushishini xohlasak, tanlab turib mana ABC, ya'ni Перенос text degan joyi bor. Ko'rib turibsizlar, shuni bossak bizga mana Abduvalib Suhrob pastga tushirib berdi va ozgina biz to'g'rilab qo'yishimiz kerak, chunki familiyamiz noto'g'ri bo'lib qoladi mana. Tushunarli? Xuddi shunday holatda, ya'ni Google tablitsida qanday siz cho'zib olgan bo'lsangiz, ya'ni to'g'rilab olgan bo'lsangiz, bu yerda ham xuddi shunday ishlarni amalga oshirasiz. Va sizga qancha nechta ustun, nechta qator kerak bo'lsa, belgilab olib, uni o'zimiz uchun belgilashimiz uchun mana pastdagi granitsa, nijniy granitsa bo'limi kerak bo'ladi. Bu yerdan menyusini tanlab, shu yerdan vsa granitsaga o'tib olsak, bizga hamma joyini o'zimizga ajratib beradi, kerakli joyini. Yozuvlarni agar siz qalin qilmoqchi bo'lsangiz, tanlab turib yana bosasiz. Yoki kursiv qilsangiz, yoki tagiga chiziq chizsangiz, albatta shulardan foydalanasiz. Yoki siz shriftni o'zgartirmoqchisiz. Ya'ni misol uchun Times New Roman'ga mana 14 qilmoqchisiz. Mana 14 qilmoqchi bo'lsangiz, shu yerdan o'zgartirib ketaverasiz. Agar siz katakka rang bermoqchi bo'lsangiz, shu yerdan svet zalivkadan rang bersangiz bo'ladi. Yonida menyular bor, xohlagan rangingizni bera olasiz. Agar siz harfingizni, ya'ni tekstingizni rangini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu yerdagi A, ya'ni svet shrifti sizga yordam beradi. Xohlagan birini tanlab, o'zingizga mosini tanlab o'zgartirib ketaverasiz. Tushunarli? Yaxshi. Xo'p, keyingisi, misol uchun bu yerda mana salom deb yozib ko'raylik. Salom chap tarafda yozilgan, shuni o'rtaga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, выравнение sizga yordam beradi mana. Center bossangiz, o'rtaga o'tadi. Yuqoriga, ya'ni vertikal bo'yicha siz surmoqchi bo'lsangiz centerga, mana ikkinchi qismi sizga yordam beradi, ya'ni ikkinchi bo'lim. Ana endi keling, bu yerda bir nechta jadvallarni, ya'ni kataklarni birlashtirgan edik, to'g'rimi? Google tablitsida shuni qanday amalga oshirsak bo'ladi? Misol uchun, menga birinchi qatordan yuqoriga, ya'ni bitta bo'sh qator kerak bo'lsa, birini tanlab, sichqoncha o'ng tugmasini bosib, вставить bossam, o'zi avtomatik menga yuqori qismdan, ya'ni bir qator bo'sh qator tashlab berdi. Shu yerda yozib ko'raman, ro'yxat deb yozdim, lekin bu qolgan ustunlarga tegishli emas. Men nechta katak kerak bo'lsa, hammasini tanlab olishim kerak.
tanlab oldim va bu yerda mana Obъединить поместить centri degan tugmamiz bor. Shuni bossak bizga o'zi o'rtaga ko'chirib beradi. Bir nechta kategoriyani birlashtirib o'rtaga ko'chirib beradi. Tushunarli-a? Ana endi keling siz bilan Excelda ham hisob kitoblarni ba'zi bir kerakli formulalarni ko'rib o'tamiz. Xo'p, misol uchun oylik yozaylik. 1 2 oylik hisoblaylik. Hammasiga emas. A ismli shaxs, B ismli shaxs, C ismli shaxs bu uncha ahamiyatga ega emas. Hop, bu yerda oyligi taxminan masalan kunlik da. Kunlik masalan 50 ming, bunisi 60 ming, bunisi 65 ming. Misol uchun. Bir oyda necha pul ishlagani. Bir oyda necha pul ishlagani bo'lsin. Misol uchun bu 22 kun ishladi. Bunisi 18 kun, bunisi 26 kun. Misol uchun shu tarzda davom etsin, shu tarzda davom etsin. Xo'p, ana endi keling. Bu yerda shunday shart bor. Agar bir oyda, ya'ni 20 kundan ko'p ishlagan bo'lsa, bir oydan 20 kundan ko'p ishlagan bo'lsa, unga oylik ish haqqiga 40% qo'shilishi kerak. Qo'shilsin deb qo'yamiz. Qo'shilsin deb qo'yamiz. Agar kam ishlagan bo'lsa, o'z holatida qoladi. Shuni hisoblashni ko'rib chiqaylik. Demak, bu qanday bo'ladi? Bu yerda qanday bo'ladi? Avval biz uning necha kun ishlagan bo'lsa ham bir oylik pulni topib olishimiz kerak bo'ladi. Va buning uchun 50 mingni ko'paytiramiz 22 kunga. Mana. Va shunday tortsak, o'zi avtomatik hisoblab beradi qolganini ham. Qolganini hisoblab berdi. Ana endi o'zi 40% puli necha pulligini topaylik. Ana endi oylik puli, ya'ni 40% puli necha pul bo'lar ekan? Hop, shuni kopirovat qilib olamiz. Nusxalab olamiz. Bu yerda teng yozamiz. Shuni topamiz 40% ni. Topsak, buniki 440 ming. Va shuncha ekan. Ana endi demak bu yerda ikkita ishchi 20 kundan ko'proq ishlagani uchun ikkalasiga qo'shib berishimiz kerak. Xo'p, teng yozamiz. Bu yerda o'zi ishlab topgan bir oylik puliga qo'shishimiz kerak bo'ladi 40% pulni. Mana. Va bunisiga ham xuddi shunday, bunisida o'zi saqlanib qoladi oyligi. Ya'ni qanday saqlanib qoladi? Qo'shib bermaymiz, ya'ni 1,80 mingni o'zi qoladi. Ya'ni bu yerga 1,80 mingni o'zi qoladi va bu yerga esa biz qo'shib berishimiz kerak. Ya'ni bu puliga qo'shib beramiz 40% pulni. O'shandagina bu yerda 40%, ya'ni 20 kundan ko'p ishlaganlari 40% dan ortiq olishi mumkin. Xo'p. Yana bu yerda bir nechta masalan formulalarimiz bor, bilishimiz kerak bo'lgan formulalarimiz bor. Yoki misol uchun mana shu bu yerda sizlar bilan summani ishlatib ko'raylik. Ya'ni summa qanday bo'ladi? Bu yerda ham sum yozamiz, qavsni ochamiz va qaysilarni umumiy summasini topmoqchi bo'lsak, shu yerda shunda belgilab qo'ysak va enterni bossak, bizga jami o'zi summasi kelib chiqadi. Yoki bu yerda ham shu umumiy nech pul summa ajratgan bo'lsak, ularga oyligiga qancha pul ketganini hisoblash uchun shuni hammasini tortsak, mana 4,986 ming pul ajratibmiz umumiy oyligi uchun. Da? Xuddi shunaqa. Tushunarli-a? Ya'ni bu summa formulasi hisoblanadi. Misol uchun bu yerda 5 4 6 sonlari bo'lsin. Shu yerda keling min funksiyasini ishlatib ko'ramiz. Min qanday bo'ladi? Tanlab hammasini tortib enterni bossangiz, kategoriyaringiz ichidagi eng kichkina sonni topib beradi. Max qanday bo'ladi? Teng yozamiz. Max yozamiz. Qavsni ochib agar shu yerdagilarni tanlasangiz, ichidagi eng kattasi 6. 6 ni topib beradi. Yoki misol uchun bo'lishi mumkin. Bu yerda sredniy значение bor. Ya'ni qanday bo'ladi? Sredniy значение bor. Shulardan hammasini tanlaysiz va enterni bossangiz, o'rtanchadagini, ya'ni o'rtachasini topib beradi.
tushunarliga. Ana endi misol uchun baholar bo'lsin. 5 bo'lsin, 4, 3 bo'lsin, 4 bo'lsin-da. Ana endi keling, bu yerga yozaylik. Agar 5 bo'lsa, a'lo, 4 bo'lsa, yaxshi degan narsa yozib ko'raylik. U qanday bo'ladi? Yesli bo'ladi. Yesli yozamiz. Yesli bu, ya'ni mana shu tanlagan sonimiz teng yoki katta yoki teng bo'lsa 5dan birinchi yozishimiz kerak a'lo deb. Aks holda esa yaxshi degan yozuv bo'lsin. 5 dan kichik sonlarga yaxshi degan yozuv bo'lsin. Enter borsak a'lo. Qolganiga tortib ko'rsak esa yaxshi sonlarni chiqarib beradi. Chunki qolganlari 5 dan kichik. Tushundingiz-a? Hop, ana endi keling, buni biz saqlanib qilib olaylik. Buni saqlanib qilib olish uchun faylga o'tamiz. Ya'ni buni biz рабочий stolga saqlaganmiz. Saqlanishni bosishimiz tufayli saqlanishni bossak, o'zi avtomatik saqlanadi. Buni yuborish uchun esa mana рабочий stolda nomi degan hujjatimiz. Buni tanlab Ctrl C orqali ya'ni tanlaymiz va buni hujjatga, ya'ni kimgadir yuborish uchun shunchaki Ctrl V orqali yuborsak bo'ldi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bugun sizlar bilan bugungi video darsligimiz orqali juda ko'p bilimlar haqida gaplashdik. Kompyuterni yoqishdan o'chirishgacha bo'lgan jarayonlarda bilishimiz kerak bo'lgan eng asosiy amaliyotlar haqida gaplashdik. O'ylaymanki, bugungi dars uchun juda manfaatli bo'ldi. Maslahat va tavsiya qilib qolardik. Bu darslikni bir necha bor takror ko'rib, amaliyotlarni yana takror va takror bajarib, bilimlarimizni mustahkamlab boramiz va bizning ijtimoiy tarmoqdagi platformalarimizga obuna bo'lib qo'ying va bundan buyog'iga ham sizlarga foydali va manfaatli, bundan ham yaxshiroq ma'lumotlarni chiqarib, sizlarga yangi bilimlar ulashishda davom etishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.